Onalik san'ati. Adam Gunesh. Birinchi qism. So'z boshi. Bugungi kunda ona bo'lish ham qiyin, bugungi kundagi onalarning farzandi bo'lish ham qiyin. Aslida onalar farzandlaridan kutadigan narsalari uncha ko'p emas. Doim hammani birdek hurmat qiluvchi, rostgo'y, savodli, kattalarning hurmatini joyiga qo'yib, kichkinalarni esa himoya qiluvchi farzandlari bo'lishini orzu qilishadi. Bolalarchi? Aslida ular ham odatdan tashqari narsalarni talab qilishmaydi. Yaxshi muassasalarda o'qishni, o'zlariga nisbatan mehr ko'rsatilishini va qadrlanishini xohlashadi. Hammasi yaxshi-ku-ya, unday bo'lsa, qayerda xato qilishyaptiki, ba'zi yaxshi odamlarning farzandlari bezori, betayin, savodsiz, jahldor va ota-onani jonidan to'ydiradigan darajadagi bolalar bo'lib voyaga yetishyapti. Bu davr mobaynida sizningcha oilada qanday yangilish, xato hollar ro'y beryapti yoki o'sha muammolarda onaning zimmasiga nima tushyapti? Onalik mohirona san'at bo'lsa, bizni bugungi yosh onalarimiz buni yoddan chiqarmayaptilarmikin? Bu kitobda onalikning sharafli, mas'uliyatli, shu bilan birga muhim jihatlari borligi tushuntiriladi. Juda ko'p hollarda duch kelinadigan muammolarga yechim topish uchun tavsiyalar beriladi. Bundan tashqari nafaqat onalarga, balki ularga hayot yo'llarida hamroh bo'ladigan otalarga ham ko'p narsalar aytib o'tiladi. Adam Gunesh. Onalar nega onalik qila olmaydi? Onalar nega onalikni bajara olmaydilar? Hech bir ayol, qiziq, men yaxshi onamanmi deb o'zidan shubha gumon qilmasligi kerak. Hamma onalar mehribon, g'amxo'r, mehr-muhabbatga to'la bo'lib, hech ikkilanmasdan farzandlari uchun o'zlarini fido etadigan darajada bo'lishadi. Sababi ba'zan qo'rqoq ona tovuq ham jo'jalari xavf ostida qolganini his qilganida o'limga tik borib, o'sha tahlikaga qarshi chiqadi albatta. Bola tarbiyasida yaxshi niyat va mehribonlik yetarlimi? Xo'sh, onalar bolalarga nisbatan bunchalik yaxshi niyatda va mehribon bo'lganlari holda farzandining tahsili bilan bog'liq umidlari nega puchga chiqadi? Ta'lim-tarbiya mobaynida yaxshi niyat va mehr shart bo'ladimi? Rahm-shafqat timsoli bo'lgan onalarning farzandlari nega berahm bo'lishadi? Qiziq, qayerda xato qilingan? Afsuski, farzand tarbiyasida ko'ngilchanlik va mehribonlik bolalarning ham shunday bo'lishlari uchun yetarli emas. Hech bir ona o'z farzandini katta bo'lganida qotil, kissavur, o'g'ri bo'lib yetishadi deb o'ylamaydi. Shunday kuya, lekin kundalik gazetalarni ko'zdan kechirganimizda barcha qotillar, kazzoblar va boshqa jinoyatchilar ham bir paytlar onalari mehr-muhabbat bilan parvarishlab katta qilganlari xuddi o'sha xushro'y, xushomad, tuppa-tuzuk bolalar ekanligi ma'lum bo'lmoqda. Farzand tarbiyasi dirijorlikka o'xshaydi. Farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan onalar xuddi dirijorlarga o'xshashadi. Ona bolasining ruhiyatini ham, jismoniy rivojlanishini ham xuddi dirijorlarga xos ustamonlik bilan nazorat qiladi va boshqarib boradi. Dirijorlarning yaxshi bo'lishlari hamma vaqt ham o'sha orkestrda juda yaxshi asarlar yuzaga keladi degani bo'lmagandek, onadagi ko'ngilchanglik ham farzandning yaxshi tarbiyalanishi uchun yetarli bo'lmaydi. Faqat ko'p hollarda, ya'ni ona o'z bolasi bilan muomala qiladigan, jiddiy e'tibor beradigan paytda uning tarbiyasiga ahamiyat bera olmaydi. Chunki o'z zimmasidagi yuklarning og'irligi ostida ezilayotgan bo'ladi. Farzand tarbiyasidagi eng muhim jihatlardan biri ona uchun o'z-o'zini bilib olishdir. O'ziga yaxshi e'tibor qilmagan ona farzandining ham ko'ngliga yo'l topa olmaydi. Bunday ahvoldagi onalar farzandlari uchun yaxshi ta'lim-tarbiya berishning imkonini qila olmaydi. Onaning sabr qilish darajasi qancha? Onaning farzandi bilan bog'liq rang-barang o'y-xayollari bo'ladi. Bu juda ham yaxshi-yu, lekin nima uchundir o'sha orzu-havaslarga limmo-lim shirin tushga qora dev aralashadi va ona bola o'sha og'ir yuklar ostida qolib ketishadi. Qiziq, ona qanday qilib bu yuklarning ostida qoladi? Allaqachon o'tib ketgan voqea hodisalarning onalikni eplay olmasligiga ta'siri bormi? Atrofida girdikapalak bo'lgan, yelkasiga opichlab olgan bolalarga tabassum bilan qaragan ona nega endi tiq etgan ovozni ham ko'tara olmaydigan darajada qo'pollashadi? Mehr-muhabbat bilan dunyoga keltirgan farzandiga nisbatan bemehr bo'lib qolgan onalarni ko'p marta og'ir yuk ostida kuzatamiz. Va u bir kishiga og'irlik qiladi albatta. Ona bugungi kunda o'sha o'z zimmasidagi og'ir yukni bir paytlar boshidan o'tkazgan noxush xotiralar sababli shu darajaga keladi. Shuning uchun ham uyda janjal bo'lib, ha deb notinch bo'laveradi. Natijada biroz shovqin va arzimas narsaga ham sabri chidamaydi. Aslida bu holat onani sabr kosasining to'lganligini ochiq ravshan belgisidir.
Shunday holat bo'ladiki, bilmasdan stol ustidagi stakanni tushirib yuborgan bolasini yoniga borib tarsaki ursa ham, o'zi qilgan bu noto'g'ri harakati azobini kechasi uxlash uchun o'rniga yotganida ko'nglida his etadi va pushaymonlik ko'z yoshlarini to'kadi. Bu holatning esa onaga umuman foydasi bo'lmaydi albatta. Sababi esa ma'lum. Chunki ertasi kuni farzandi yana o'sha xatoni qilsa, kechagiga o'xshash muomala qiladi. Sababi u turmush tashvishlaridan ezilib ketganligi uchun bolasiga xushmuomala bo'la olmaydi. Turmush tashvishlari onani onalik qilishiga to'sqinlik qiladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, farzand tarbiyasining birinchi bosqichida ona o'ziga chuqurroq ahamiyat berib, ruhan o'zini boshqara olishi kerak. Bunday qila olmaganlar esa xuddi yelkasiga og'ir yuk ortib, uzun masofaga yugurayotgan odamga o'xshaydi. Afsuski, ular yugurishda oxirida qolib ketib, nima qilishni ham bilmay qolishadi. Ular o'zlaricha mening niyatim yaxshi deb o'zlarini ko'ngillariga taskin bersalar-da, o'z farzandlari haqida meni bolam yomon emas deb o'zlarini ko'ndirishga urinishadi. Ammo kun o'tib borgani sari onaning umidlari puchga chiqadi va seni o'rningga tosh tuqsam bo'lmasmidi deb koyishni boshlashadi. Shuning uchun bu bo'limda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bir onaning zimmasidagi yuklarni va bulardan qanday qutulish mumkinligini ularga ko'rsatish bilan ishni boshlaymiz. Shunday qilib ona ba'zan erining, ba'zan o'zining, ba'zida esa bir mutaxassisning yordami bilan bu yuklardan ozod bo'lganida o'zini misoli qushdek yengil his qiladi. Shu tarzda bola tarbiyasi uchun qanot qoqib uchishni boshlaganidan sevinadi. Onaning o'z-o'zini qayta o'rganishi. Bugungi kun tashvishlari ayollarni asta-sekin uylarda yolg'izlikka mahkum etmoqda. Onani o'zi istar-istamas yoki bilib bilmagan holda atrof muhitdan, qarindosh urug'lardan uzoqlashtirmoqda. Shu usulda onasi va qaynonasiga o'xshagan tajribali kishilarning beminnat yordamlaridan mahrum qolmoqda. O'zining ozgina tajribasi yu juda kichik taxminlari bilan bolasini katta qilishga harakat qiladi. Yonida va yaqinida o'z onasi yoki qaynonasi bo'lgan onalar esa ayrim sabablar tufayli chiqisha olmaganlari uchun ulardan keragicha foydalana olmaydilar. Alohida uyda yashab homiladorligini o'tkazayotgan yosh ona bolasi dunyoga kelganda ham u bilan yolg'iz qoladi. Bolaning jismoniy majburiyatlarini ortig'i bilan joyiga qo'ysalar ham ruhiyati va ko'ngil dunyosida begonalikni his qilishlari mumkin. Sababi atrof muhitdan ko'mak bo'lmay turib, bir bolani katta qilish qiyin albatta. Bundan tashqari hech bir ona chaqalog'i bilan bir o'zi qola oladigan darajada sabr bardoshga ega emas. Homiladorlik davridayoq umumiy holati ustun bo'lgan ayol zarur bo'lmagan hollarda tushunarsiz xatti-harakatlari bilan asab tizimining qanchalik nuraganining ilk belgilarini atrofga namoyon etishni boshlaydi. Ba'zan o'zidan ham uzoqlashib ketganini aytgan erini qaytadan qo'lga tushirish payiga tushar. Ba'zan esa tug'ruq paytida bo'ladigan o'lim bilan yuzma-yuz kelish qo'rquvini shundoqqina yonginasida his qiladi. Kichkinagina bir bolaning ehtiyojlarini qanday qilib sotib olish haqida o'ylaydi. Bularning hammasi esa onani keragidan ortiq besaranjom qiladi. Bunday ruhiyatga ega bo'lgan odamlarning bir talay noto'g'ri harakatlar qilishi odatiy hol. Bola tug'ilganida ko'ngli turli tuyg'ularga to'la bo'lgan onaning quchog'ida yangi hayot boshlaydi. Ota bu paytda onaning yonida bo'lishi, unga astoydil yordam berishi, umr yo'ldoshining qilgan xatolarini vazminlik bilan qabul qilishi juda ham muhimdir. Ona o'zini qanday qilib kashf qilishi. Bola tarbiyasidagi asosiy savol ona o'zini qanday qilib bilishi kerak. Hamma o'zini ozmi ko'pmi bilishini ilgari sursa-da, bir odam o'zini tanimaganchalik og'irroq narsa yo'q. Ayniqsa bola tarbiyasi bilan mashg'ul onaning yugur-yugur payti va ishlari ko'pligidan ortib o'zini ko'ngil dunyosi bilan yuzlashishi juda ham qiyin albatta. Shu sababli kitobimizning bundan keyingi sahifalarida bir onaning o'zi bilan o'zi tanishuvi haqida mavzuga o'rin berdik. Shu bilan birga bola tarbiyasida to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiluvchi 28 ta asosiy qoidani o'rganib chiqamiz. Ona o'zini yaqindan bila olishi uchun bildirishlar. Birinchi, onaning hayotga muhabbati borligi. Bola tarbiyasidagi eng muhim jihat hayotga bo'lgan muhabbatdir. Oiladagi muammolar ba'zan juda ham ortadi va bola tarbiyasida birinchi darajada mashg'ul bo'lgan ona hayotdan ko'ngli soviy boshlaydi. Ertaning bugundan nima farqi bo'lardi degan savol onani umidsizlikka tushiradi. Bu holat esa uning tashvishini yanada ko'paytiradi. Umidi qolmagan, hayotdan ko'ngli sovigan onaning bolasini tarbiyalay olishi esa mumkin emas albatta. Ana shunday ruhiyatdagi ayol uchun esa bola tarbiyasi faqatgina yukdir xolos. Bolaning har bir harakati esa jahlini qo'zg'atishiga sabab bo'ladi. Ona asta-sekin shiddat girdobiga kira boshlaydi. Shiddat bir marotaba boshlandimi, oxirlashi juda qiyin.
Chunki shiddat shiddatni keltirib chiqaraveradi. Ona bir tarafdan tushkunlikka tushgan bo'lsa, bir tomondan esa hech ham eplay olmayotgan bolasiga nisbatan qilgan ozorli harakatlari, undan tashqari esa vijdon azobi sababli ketma-ket xatolar qilaveradi. Agar bu shiddatli xatolarga barham berilmasa, hayotning bir bo'lagi bo'lib qoladi. Ona vijdon azobini his qilmaslik uchun turli bahonalar topishga urinadi. Ba'zan urushga majbur qilmasa urmayman-ku deb aytsa, ba'zan nima qilay, boshqa choram yo'q-ku deb vijdonini tinchlantirishga urinadi. Ya'ni ona o'zining ayblariga ko'zlarini yumadi. Bundan tashqari shunday qilmasa bo'lmaydigandek o'zini his qilaveradi. Hatto oradan yillar o'tsa ham bu fikridan qaytmaydi, ya'ni qattiq ishonadi. Shunday ekan, ona o'zini yangidan kashf qilayotgan paytida, qiziq, hayotimdan mamnunmanmi? Ertangi kunimdan umidim bormi? Meni hayotga bog'laydigan narsalar nima degan savollarni o'ziga berishi kerak. Ona farzandiga sabr-bardosh bilan muomala qilayotganida buning evaziga hech narsa ola olmasligini o'ylaydi. O'g'li yoki qizining kelajakda ajoyib inson bo'lishini xayol qila olmaydi. Agar ertangi kun uchun o'zini o'zi ishontira olmasa, bu hayotdagi muhim jihatlardan birini yo'qotish demakdir. Ancha yil avval bir ayol bilan gaplashgan paytimda u menga shularni aytib bergandi. Odamning hayotida iz qoldirgan ba'zi insonlar bo'ladi-ku. Xuddi shunga o'xshab, AA ham men uchun xuddi shundaylardan biri edi. Bu oilani uncha yaxshi tanimasdim-u, lekin menda butunlay boshqacha ta'ssurot qoldirgandilar. U onaning tug'ruq paytida o'zim qatnashgandim, ya'ni u nogiron farzand dunyoga keltirgandi. Men juda ham achingandim. Lekin onaga qaraganimda quchog'idagi nogiron qiziga tabassum bilan qarab turardi. Uning nigohlari mehr-muhabbat bilan to'la edi. Men esa bunga hayron bo'lib qoldim. Tashqariga chiqib javob kutib turgan otasiga bolaning nogiron tug'ilganini aytdim. U ham hech ikkilanmay bu xabarni tabassum bilan kutib oldi. Birozdan so'ng ichkariga kirganda esa har ikkovga ham shunday mehribonlik bilan muomala qildiki, ko'rib hayratda qoldim. Hayronligim shu darajada ediki, men yaxshiyam bu bola shu holi bilan ularga farzand bo'lib dunyoga keldi deb xursand bo'ldim. Juda ko'p tug'ruqlarda qatnashganman. Bunday paytlarda birinchi bo'lib yo onaning faryodi eshitilardi va chorasizlikdan ko'z yosh to'kilardi. Men misol qilib keltirgan bu oila esa hayotga bo'lgan muhabbatini yo'qotmagan. Aksincha o'sha holatdan juda ham quvonishgan edi. Xo'sh, nogiron farzand ko'rishganiga qaramay juda ham xursand bo'la oladigan darajada ularni hayotga bog'lagan narsa nima edi? Oradan yillar o'tib o'sha bola 8-9 yoshga to'lganida oilasi bilan uchrashish imkoni bo'ldi. Men ulardan farzandlari haqida so'radim. Ona o'z farzandi haqida shunday derdi: "Juda ham omadli va baxtliman. Chunki jannatga kirishi kafolatlangan bolaning onasiman. Bu bola umri davomida barcha yomonliklardan, nopok his-tuyg'ulardan, xatti-harakatlardan xoli yashaydi va benuqson bo'lib jannatga ketadi. O'zim va boshqalar uchun esa bu borada kafolat bera olmayman albatta. Unga juda ham havas bilan qarayman va hamma istagini bajonidil bajaraman. O'zimni xuddi jannatiy mehmonga xizmat qilayotgandek juda ham baxtli his qilaman." Bu ona o'zi uchun shunday sabab topgandiki, ham nogiron bolaga qaray olishi va ham zimmasidagi yuklarni ozayishiga erishgandi. Men bilganim yana bir nogiron bolaning onasi esa farzandining holatini ko'tara olmasdan uni bir xonaning ichiga xuddi mahkumdek yashirgan edi. Buning ustiga bolasining holidan har doim uyalgan, o'zidan ham ko'ra ko'proq erini aybdor deb bilgandi. Nogiron bolasini qop-qorong'u xonada kundalik ehtiyojlarini beribgina yashayotgan o'sha oila a'zolari vijdon azobidan qutula olishmasdi. Shuncha boylikka ega bo'lsalar ham xursand emasdilar. Shu bilan birga o'z yelkalariga ortgan o'sha yukning tagida ezilgandan ezilaverishardi. Ertangi kunga bo'lgan umidlari doim yarim qolar. Xursandchiliklari nuqul tomoqqa tugundek tiqilardi. Bir og'iz so'z bilan aytganda yashashdan ko'ngillari sovib ketgandi. Bunday holda onalar o'sha o'zlari yashab turgan og'ir shartlarga nisbatan bezovta bo'lish va shikoyat qilishga barham berishlari kerak. Aslo kuchi yetmaydigan masalalarga qarshi kurashish ertaga bir o'lim xabarini olsa sarson bo'lib qoladi. Ha, o'lim oson qabul qilinadigan voqealardan emas albatta. Tanish bilishlarimizning xuddi kuz mavsumida daraxtdan to'kilgan barg xazonlardek birma-bir kamayganini ko'rsak ham, o'sha barglarni boshqa birovning barglari deb o'ylagancha o'zimizni aldamasligimiz kerak bo'ladi. Odam o'z-o'zini aldash o'rniga hayotga tera nazar tashlasa, duch kelishi mumkin bo'lgan muammolarni bartaraf qilishi yanada osonlashadi. Hayot haqiqatlarini unutmasdan, aksincha ular bilan yuzlashishi kerak bo'ladi. O'lim hayotdagi eng chorasiz haqiqatdir. U bir syurpriz emas albatta. Odam shu va shunga o'xshash haqiqatlarni nazari ilmaydi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek muomala qilsa, o'sha holatlar bilan yuzma-yuz kelganda hayotga bo'lgan mehri zarba olib zadalanadi. Ha, 0
yo'q 50. Ikkinchi qism. Ikkinchi. Onaga onalik huquqi berilganmi? Hali turmushga chiqmagan qizlar, vaqtida turmush o'rtoq, onali va farzandli bo'lgan ayol ijtimoiy sohada biror bir darajaga qadam qo'yadi albatta. Kechagi yoshgina qiz bugun oilada qaror qilish va o'sha qarorlarini boshqalarga o'tkaza olish mas'uliyatiga ega bo'ladi. Chunki endi u onadir. Ona sifatida bergan qarorlari oila a'zolari orasida jiddiy qabul qilinishi kerak. Oilada agar onaga onalik darajasi hali ham berilmagan bo'lsa yoki uning o'y-fikrlari shunchaki ma'nosiz bir narsadek qabul qilinayotgan bo'lsa, bu holat onaga katta va ruhiy bosim o'tkazilayotganidan dalolat beradi. Onalik darajasini hali ham qabul qilmagan ayol farzandlari bilan bog'liq qaror qilishda ikkilanishga duch keladi. Farzandining mas'uliyatini zimmasiga olishga qo'rqadi. Holbuki ona uchun eng zavqli va yaxshi hollardan biri bolasiga nisbatan o'zini mas'uliyatli deb his qilish paytidir. Farzandining agressiv hollardan shikoyat qilgan bir ayol shularni gapirib berdi. Qaynonam menga hech ham ishonmadi. Bolamga qaray olishimga ko'zim yetmadi. Meni doim farzandim oldida aybladi. Har bir xatoyimni bolamni oldida yuzimga soldi. Qaynonam ham, erim ham men bir ona ekanimni va unga xos tuyg'uga egaligimni tushuna olmadilar. Shunday qilib asta-sekin bolamning ko'z o'ngida onalik xususiyatimni yo'qotdim ham. Endi esa buning azobini hammamiz bab-baravar tortyapmiz. O'g'lim endi hech ham to'xtatib bo'lmaydigan holda qaysarliklarini nazorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni oshkora namoyish etadi va hammamiz uning bu xatti-harakatlaridan bezormiz. Agar bir ona sifatida men onalik vazifamni bajara olganimda, o'g'limga keragicha mehr-shafqat ko'rsata olganimda edi. O'g'lim anchagina yuvosh, odamoxun va tartibli bo'lardi deb o'ylayman. Onaga berilgan eng og'ir ruhiy zarba bu unga onalik darajasi berilmaslik, uning o'y-fikrlarini inobatga olmaslikdir. Onaning bu ahvolini tushunaman va oxirgi so'zlarini men ham takrorlayman. Onaga hurmat e'tibor berilmagan uyda bolalar jizzaki, sarkash va hujumkor bo'lishadi. Shunday ekan, onaning zimmasidagi yukni orttiradigan bunday xatti-harakatlarni oilada hech bir a'zo qilmasin. Ha 0, yo'q 60. Uchinchi. Ona bolasiga o'zi istaganidek ta'lim berish huquqiga egami? Ko'pchilik onalarning shikoyat qilgan mavzusi o'z farzandlariga o'zlari orzu qilganlaridek ta'lim-tarbiya bera olmasliklaridir. Farzand tahsilida ba'zan eri bilan zid fikrga borgan ona, ba'zan esa qaynona-qaynotasining o'zi bilan ayni fikrda emasligidan bezovta bo'ladi. Ona o'zi xohlaganidek katta qilishga uringan bolasida hech kutilmagan holatlarga duch keladi. Bir tarafdan o'sha holatni o'rgatgandan, boshqa tomondan esa farzandidan jahli chiqadi. Men yaqindan taniydigan bir ona qaynonasi bilan birga yashardi. Har xil masalalarda kelinga yordam bergan qaynona nevarasiga kelganda esa kelini bilan kelisha olmasdi. Ona 7 yoshda bolasini kamida 10 soat uxlay olishi uchun kechki 19:00 da yotqizishga urinayotgan paytda qaynonasi hali otasi ishdan kelmaganini, bola otasini ko'rmasdan uxlab qolishi nodurust ekanini aytib, uyqu vaqtini keyinga surish ustida har doim tortishardi. Bu paytda uyqu soati uzaygandan sevingan va battarroq sho'xlik qilgan bola onasining asabiy qarashlari va darg'azabligiga duch kelardi. Otasining ishdan kelishi kutilib uyquga kech yotqizilgan bola ertalab tura olmaganida esa onasi xuddi qasd olayotgandek muomala qiladi va bolasini turtkilab uyg'otadi. Kechqurun vaqtli yotmaganing uchun ertalab shunaqa tura olmaysan-da deb siltaydi. Ya'ni kechqurun bo'lib o'tgan gap so'zlarni alamini bolasidan oladi. Farzandlarini tarbiyalashga urinayotgan onaga haddan tashqari bosim o'tkazish onaning onalik qilishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, ona bolasining darsi bilan shug'ullanayotgan paytda atrofdan onaning asabini buzuvchi kinoyali gaplar gapirilib, uning diqqat e'tibori bo'linmasligi kerak. Aks holda ona o'z farzandini o'zi istaganidek tarbiyalay olmagan kishi holga tushadi. Bu holat esa hech bir ona uchun qabul qilinadigan hol emas albatta. Ha 0, yo'q 40. 4. Ona 4 yoshgacha bo'lgan davrda onasidan uzoq vaqt ayro qolganmi? Bolaning himoyalangan holda katta bo'lishi uchun dastlabki 4 yil juda muhim. Bolalar o'sha 4 yilda onalaridan olgan muhofaza bilan xarakterlar shakllanadi. Bolaning fe'l-atvoridagi katta qismi asosan ana shu davrda rivojlanadi. Agar ona xarakteri shakllangan davr, ya'ni ilk 4 yilda onasidan bo'lak yashagan bo'lsa, o'zida ishonch tuyg'usini shakllantira olmasligi aniq albatta. Shunday qilib, bir ona vaqti kelganida ishonishi qiyin bo'ladi. Kezi kelsa bolasini ko'rib, unga qilgan mehnatlari bekor bo'lganidan shikoyat qila boshlaydi.
Onadagi bu ishonchsizlikni o'z bolaligidagi o'sha holatga bog'liq ekanligini unutmasligimiz kerak. Ona har doim atrofiga namoyon qilib turadigan bu ishonchsizlik muhitini hadeb to'g'ri tushunilmagandan keyin kelishmovchiliklarning keti uzilmaydi. Agar ona o'z ruhiyatida shunday holatni his qiladigan bo'lsa, zimmasidagi bu yukdan xalos bo'lishi uchun kurashishi kerak. Odam o'z-o'ziga ishonchsizlik bilan qaragandan ham og'irroq narsa yo'q albatta. Sababi har on bir yomonlikka duch kelib qolishi xavfi odamning asablarini xarob qiladi. Agar shunday onalar o'zlarida mavjud bo'lgan bunday ishonchsizlik hissini yenga olsalar, hayot ular uchun butunlay boshqacha bo'ladi. Ha 50, yo'q 0. 5. Ona e'tiqodlimi? Farzand tarbiyasi tashqaridan qaralganda juda oson ko'rinsa-da, ichiga kirib borilgani sayin aralash-quralash bir hol ekanligini hamma bilsa kerak. Bugungacha men suhbatlashgan onalarning hech biri men bu ishni juda ham oson bajardim deganini eshitmadim. O'ylaymanki, hamma onalar mening fikrimga qo'shilsalar kerak. Ya'ni onalik dunyodagi eng yaxshi, lekin juda ham og'ir ish. Bu og'irlik onani ba'zan shunday mushkul ahvolda qoldiradiki, ona o'z zimmasiga olgan yukni endi ko'tara olmasligini his qiladi va bir chekkaga o'tib, ho'ngrab yig'lashi mumkin. Mana shunday qilib chorasiz qolgan paytlarida onaning ma'naviy jihatdan bosh ura oladigan boshpanasi bor bo'lsa, ruhiy jihatdan biroz bo'lsa ham xotirjam tortadi. Bir ona ba'zan shu darajada siqilib ketamanki, xonamga kirib olib yig'layman. Bir tomondan jahlimga erk bermasligim va bolamga zahrimni sochmasligim kerak deb o'ylayman u boshqa tarafdan bolamni menga erkalanib qilgan xatti-harakatini ko'tara olmayman. Bunday paytlarda birgina yupanchim bu duo. Faqat shu yo'ldangina taskin topa olaman, degandi. 6. Ona janjal u suron hukmron bo'lgan oilada katta bo'lganmi? Bugungi oilada janjal ko'rib ulg'aygan bola ertangi kunning kuch ishlatuvchi, mushtumzo'r zolimi bo'ladi albatta. Farzandlariga nisbatan qahr-g'azab ko'rsatgan onalar ustidan olib borilgan so'rovnomalar shuni ko'rsatadiki, bolaligida qahr-g'azabga duch kelganlar o'z farzandlariga ham xuddi shunday muomala qilishdan toymaydilar. Farzandining maktab bilan muammosi borligini aytgan bir ona bilan o'tkazilgan suhbatlarimiz davomida shuni bildikki, o'zi ham bolaligida xuddi shunday holda bo'lgan ekan, lekin bu ona o'zi boshdan o'tkazgan bu og'ir holatni o'z farzandlariga ko'rsatmaslik uchun 3 ta bolalardan hech biriga bir marta ham tarsaki urmasdan tarbiyalashga qaror qilgan ekan. Suhbatlar davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ona jismoniy zug'um o'tkazishning o'rniga arazlash, gaplashmaslik va xonaga o'tkazib qo'yish singari ruhiy bosim o'tkazgani ma'lum bo'ldi. Aslida esa qahr-g'azab va zug'um o'tkazish faqatgina kaltaklash va turtkalashdan iborat emas, aksincha ma'naviy va ruhiy bosim o'tkazish ham kamida jismoniy jazochalik chuqur iz qoldiradi. Onaning bolasidan arazlashi, uni ruhan jazolashi ham janjalning kichik bir namunasidir. O'sha ayol bilan o'tkazgan suhbatlarimiz davomida u xatosini tushundi va o'zini qo'lga olishga qaror qildi. Shunday kuya, lekin oradan bir necha hafta o'tgandan keyin o'sha ayol bilan yana gaplashganimizda bolalarga o'tkazgan ruhiy va ma'naviy ta'ziqdan hech ham voz kecha olmayotganini, juda qiynalganini va bunday qila olmasligidan qo'rqayotganini ta'kidlab, men o'zim bilmagan holda ruhiy bosim o'tkazishga shunday o'rganib qolgan ekanmanki, xuddi giyohvandning davolanish paytida xumori tutgandagi holatdek azoblanaman. Farzandlarimga o'tkazgan ruhiy bosimdan voz kechish shunchalik qiyin bo'lishini hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Holbuki hech qachon qahr-g'azab qilmagan ona sifatida o'zimdan faxrlanardim, degandi. Ha 40, yo'q 0. 7. Ona o'tmish hayotida tegajog'lik yoki tajovuzga uchraganmi? Kundalik hayotimizdagi muhit afsuski axloqiy jihatdan nurab ketgandek ko'z o'ngimizda turadi. Kechagi nobob holatning qurbonlari bo'lgan bolalar bugunning onalari bo'ladilar. Shuning uchun onalar o'zlarini mushohada qilar ekan, albatta o'tmishdagi o'sha sinish nuqtalarini ham hisobga olishlari kerak. O'tmishda bo'lib o'tgan bir voqeani bugungi hayotiga qanday ta'sir qilganini his-tuyg'ularga qarab xulosa chiqarishi kerak. Ko'pincha ona o'sha xotira bilan onalik qilishga urinadigan bo'lsa, yana ham asabiy, hatto yana ham jahldor va besabrlik bilan muomala qiladi. O'tmishda nima bo'lib o'tgan bo'lsa ham hech qachon butun umr xarob qilinmasligi kerak albatta. Bo'lib o'tgan og'ir voqealarni unutishning balki imkoni yo'qdir, ammo o'sha voqea hodisalarning odamda qoldirgan asoratlarini sal bo'lsa ham kamaytirishning har doim iloji bor. Tajovuz ha 190, yo'q 0. Tegajog'lik ha 90, yo'q 0. Oila ichidagi tajovuz ha 240,
yo'q 0. 8. Ona oilasidan zarur yordamni oladimi? Farzand tarbiyasi bir odam eplay oladigan yuk emas. Onalikni hamma jihatdan mukammal qilayotgan ona bo'lsa ham, bu bilan faqatgina onaning shug'ullanishi yetmaydi. Bu davr mobaynida ona otadan yordam olishi zarur bo'ladi. Farzand tarbiyasida agar ona yolg'iz tashlab qo'yilgan bo'lsa, uning yelkasiga juda ham og'ir yuk ortilgan deb hisoblaymiz. Farzand tarbiyasida onaning o'rnini ota, otaning o'rnini esa ona bosa olmaydi. Ayniqsa o'g'il bolalarning o'tish davrida bir erkak modeli sifatida ko'pincha otasini o'zlashtiradi. Otasiga o'xshab o'tirishga, unga o'xshab gapirishga va yurishga urinadi. Agar bola tarbiyasida ona yolg'iz tashlab qo'yilgan bo'lsa, bu jiddiy ma'nodagi kamchilik va xato tutumdir. Kundalik hayotimizdagi shart-sharoit kech soatda uyga kelgan, hafta oxirida ham ishlashga majbur bo'lgan ota-onalarni ham yuzaga keltirdi. Bunday paytlarda ota-ona bor shikoyatlarga qarab, bola tarbiyasida otaning rolini orttiradigan yo'l-yo'riqlarni qidirishi kerak. Faqat qulay fursat rejalashtirilib, bola bilan ozgina-yu sozgina holatda otadan olinadigan his-tuyg'u eng foydali holga keltiriladi. Bundan tashqari shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, ikki farzandli oilada o'sgan bola bilan yolg'iz farzand bo'lib o'sgan bola orasida shakllanish bilan bog'liq farqlar bor ekanligini ko'rsatadi. Oilada farzandlar soni ortgani sari to'ng'ich farzandning yana ham ko'proq shakllanishi hammaga ma'lum haqiqat. Oilada qanchalik ko'pchilik bo'lsa, bolalarning ham shunchalik qobiliyatli bo'lishini ta'minlaydi. Ona ko'pincha bitta bolasini tarbiyalashda qiynaladigan bo'lsa ham, ikkita bolaning tarbiyasi yolg'iz farzandnikidan ancha oson. 3 farzandning tarbiyasi esa yana ham osonroq bo'ladi. Bir tomondan katta oilalarda idrokli bolalarni voyaga yetkazish onaning yelkasidagi yukni ozaytiradi. Buva va boshqa kattalar bo'lgan oiladagi onaning holati bilan yolg'iz farzandni boqayotgan onaning holatida bir-biriga qiyoslab bo'lmas darajada farq bor. Yolg'iz katta bo'layotgan bola doim onasining diqqat e'tiborida bo'ladigan bo'lsa, ko'pchilik bilan yashovchi bola esa onasi ish bilan band bo'lgan paytlarda ukalari bilan vaqt o'tkazadi va oilaning boshqa a'zolarining ham e'tiborida bo'ladi. 9. Ona o'zi xohlab farzandli bo'ldimi? Farzand ayol kishining hayotidagi eng katta voqea. Ona farzandiga faqat jismoniy emas, ayni paytda ma'naviy va ruhiy rishtalar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ona o'zini farzand ko'rish uchun tayyor his qilishi, farzandini boqa olishi jihatidan juda muhimdir. Agar ona o'zi xohlamagan tarzda farzand ko'rgan bo'lsa, ruhiy jihatdan nurash davriga kirgan hisoblanadi. Ona endi kechalari uyquni, uchrashuvlarni, do'stlari davrasini, majlislarni kutilmagan mehmonga qarab rejalashtirishga majbur bo'lib qoladi. Hatto har bir shiringina mittivoyni ona o'z hayotini ostin-ustun qilib yuborgan birov sifatida ko'ra boshlaydi. Xuddi shuning uchun ham ona kelgusi rejalarini qaytadan ko'zdan kechirib chiqishi kerak bo'ladi va buning uchun bolani sababchi deb biladi. Shunday muhitda dunyoga kelgan va tarbiyalangan bola ta'lim-tarbiyadan keragicha ulushini olishi juda qiyin. Shu bilan birga ona o'ziga bir bola yetib turganida egizak yoki 3 ta farzand dunyoga keladi va ona og'ir ahvolda qoladi. Bunday paytda kutilmagan o'zgarishlar yuzaga keladi. Ona hayotidagi ana o'sha kutilmagan o'zgarishlarni sharhlashni bir chekkaga qo'yib, mavjud shartlarga ko'nikishga harakat qilishi, befoyda urinishlar bilan ovora bo'lib, bekorga quvvat sarflamasligi kerak. Uning o'rniga hayotni mazmunliroq o'tkaza olish omillariga e'tibor qaratishi kerak bo'ladi. Mana shu tutum juda ham to'g'ri bo'ladi menimcha. 10. Ona farzandiga ko'nika oldimi? Tipratikan bolasini erkalab, yumshog'im deb aytar ekan. Ona xohlasa ham, xohlamasa ham bolasini sevadi albatta. Sevish boshqa, egalik qilish boshqa. Ancha yillar avval juda yosh paytda ona bo'lgan bir ayol bilan gaplashganimda quyidagilarni aytgandi. Uning samimiy so'zlari hamon quloqlarim ostida jaranglaydi. Bolam uchun jonimni ham beraman. Ha, uni juda ham yaxshi ko'raman, ammo juda erta ona bo'lganligim uchun yoshlik davrini sura olmadim deb o'ylayman. Men tengilarning ko'pi hali oila qurmaganligi uchun ularning yoniga quchog'imda bola bilan borganimda juda ham hayron bo'lishadi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, nafaqat ularni, balki men o'zimni ham ona ekanimga ishontira olmayman. Agar ona o'zini ona ekanligiga ishontira olmasa, unda bolasiga ham ko'nikishi qiyin. Bunday onalar ham o'zlarini zimmasida jiddiy yuk olib turgandek his qilishadi. Yana bir onaning shu gaplariga e'tiboringizni tortkim keldi. Qizim 1 yoshligida ishlashga majbur bo'lib qoldim. Unga buvisi qarardi. Men kechqurun ishdan charchab uyga kelardim. Bolamning qornini to'ydirib, o'rniga yotqizardim. Bu hol naq 8 yil davom etdi.
Shundan keyin ikkinchi farzandimiz dunyoga keldi va men ishdan ketishga majbur bo'ldim. 8 yildan keyin qizim bilan birinchi marta yolg'iz qolishlarimiz boshlanganda esa men o'zimni unga nisbatan begonadek his qildim. O'z-o'zidan ma'lumki, u ham menga nisbatan o'zini begonadek his qilardi. Bundan esa ikkovimiz ham siqilardik. Kamdan kam hollarda uchraydigan bunday holat onalarning yelkasidagi yuklarini orttiradi albatta. Ona samarasiz urinishlar, bekorchi ishlar bilan vaqt o'tkazish o'rniga hayotni go'zallashtiradigan narsalarga diqqat qilishi kerak. Shu bilan birga bolaga otasining ham g'amxo'rlik qilishi juda muhim. Onalarda bolaga bemehrlik juda kam uchrasa ham, ota va uning qarindoshlari tomonidan qabul qilinmagan bolalarning soni ham anchaginadir. O'z joniga qasd qilishga uringan ona bilan o'tkazilgan suhbatda shunday jumlani eshitgandik. Oilamdagilar menga sevganim bilan turmush qurishimga rozi bo'lishmagani uchun ikkimiz qochib ketdik va oila qurdik. Bundan qattiq ranjigan otam men bilan orani ochiq qildi. Shundan keyin farzandlarim tug'ilishdi. Lekin oilamdagilar ularni ham qabul qilishmadi. Ayniqsa otam bolalarimni bir marta ham quchog'iga olib erkalamadi. Bir tomondan oilamdagilarning muomalasi, boshqa tomondan esa erim bilan bo'lgan muammolarim meni dovdiratib qo'ygandi. O'zimni hech kimsiz bir bechora va xo'rlangandek his qilganim uchun o'z jonimga qasd qilgandim. Yuqoridagi misollardan boshqa hollarda ona bolasining tashqi ko'rinishi va ba'zi tana a'zolariga ahamiyat berishi holatlari ham bor. Masalan, burni juda ham katta, tanasi juda ham tukli deb bolasidan o'zini uzoq tutadi. Bunday g'ayritabiiy o'y-fikrlar qiluvchi ayollar o'z zimmasiga zarur bo'lmagan yuk ortib, ruhiy zo'riqishga duch keladi. Agar ona o'zining ona ekanligini his qila olmasa, bolasiga mehr qo'yish ham qiyin bo'ladi. Sevish boshqa, bolani mehr bilan qabul qila olish butunlay boshqa narsa. Binobarin ular bir-biridan farq qiluvchi tuyg'ulardir. Ha 0, yo'q 40. 11. Ona turmush o'rtog'ini sevadimi? Unga mehri balandmi? Sevilish bir ehtiyoj bo'lganidek, seva olish ham bir ehtiyojdir. Agar ona eridan mehr muhabbat ko'rsa-yu, uni seva olmasa, farzand tarbiyasi ham shunga yarasha bo'ladi. Ayol erini sevmasa, ba'zi majburiyatlarga ko'ra oilasini davom ettirayotgan bo'lsa, farzand tarbiyasida negativ hollar paydo bo'ladi. Ayol erini seva olmasligi bilan bog'liq tashvishini, mehrga zorligini hech kimga ayta olmaydi-yu, alamini bolasidan oladi. O'g'li yoki qizining bolalik qilib qilgan har bir harakati uning nazarida yomon ko'rinadi va bolasiga nisbatan jahldor bo'lib qoladi. Bundan tashqari ona o'zini eri sevishiga qaramay uni qabul qilib qilmasligi ham jiddiy muammolardan biridir. Ayol erini sevsa ham ba'zan afsuslangan payti bo'lsa, eriga befarq ekanligini ta'kidlay olamiz. Bunday muhitda yashagan onaning ruhiy ahvoli juda ham og'ir ekanligi shundoqqina ayondir. Ha 0, yo'q 70. 12. Ayolni eri sevadimi? Uni himoyalaydimi? Mehr muhabbat bo'lmasa, farzand tarbiyasi bo'lmaydi. Agar bo'lsa ham uzoq davom etmaydi. Eri tomonidan mehr ko'rmagan ayolning o'z farzandiga ham mehr berishi dargumon. Er xotinning sevgi muhabbati va farzand mehri bir-biridan qanchalik farq qilsa, eri yaxshi ko'rgan ayol xuddi shu ijobiy holatni, ya'ni ruhiy iliqlikni farzandiga ham bera oladi. Xuddi mehrga bo'lgan ehtiyojdagi kabi bir ona eri tomonidan himoyalanishni ham orzu qiladi. Erini yaxshi ko'rishini ba'zan ayol bilsa ham himoyalanmaganligini his qilishi mumkin. Ona o'zini ba'zan bir rafiqa sifatida emas, ayol sifatida sevilganini his qiladi. Aslida esa barcha ayollar erlari tomonidan rafiqa sifatida sevilishni, himoyalanishni va qabul qilinishni istaydilar. Bunday oilalarda katta bo'lgan bolalarga er-xotin o'rtasidagi noxush muomala o'z ta'sirini o'tkazadi albatta. 3-qism. 13. Onaning ijtimoiy sohada biror qaramligi bormi? Bugungi kunda onalarimiz uchun bo'lgan tahlikalardan biri ijtimoiy tarmoqlar sohasidagi qaramlikdir. Texnologiyaning haddan tashqari tez rivojlanishi afsuski uyda chaqirilmagan mehmonlarga sabab bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, uy eshiklarini ko'chaga ochadi. Oila ichiga jimgina va nazoratsiz kirgan o'sha internet, hatto qo'l telefoni va ko'chma o'yinlar bolalarga qanchalik tahdid qilsa, onalarni ham shunchalik ta'sir ostiga oladi. Ona texnologiya vositalaridan foydalanganini o'ylab, ularga qancha vaqt ajratganini ham bilmay qoladi. Masalan, telefonda ko'p gaplashishga odatlangan ona o'z yaqinlari bilan xumordan chiqquncha gaplashayotganida bir tarafdan bolasiga ajratilgan o'sha ozgina vaqtni ham yeb tugatganini bilmay qoladi.
O'z farzandi bilan ozgina muloqot qilish zarur bo'lganda telefon jiringlab qolib, o'sha vaqt ham boy beriladi. Kun davomida telefonda gaplashishga ajratilgan vaqt agar tahlil qilinadigan bo'lsa, anchagina odamni o'zi bilmagan holda telefonolog ekanligi ma'lum bo'ladi. Shu bilan birga qanchalik nazardan chetda qolsa ham qisqa SMSlar, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, rasm va video tarqatish tizimlari bittagina signal bilan foydalanuvchilarni qiziqishga va odamni kuttirishga majbur qiladi. Bu ham yashirincha insonni asir qilib oladi. Ijtimoiy tarmoqda muntazam bo'lgan ona ko'pincha uyini, turmush o'rtog'ini va bolalarini ham unutib qo'yishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqdan hech ham ayro bo'la olmagan onani esa farzandi bilan tuzukroq suhbatlashishi va uning ko'ngliga quloq solishi mumkin emas. Bunday onalarni kompyuter yoki telefon orqali qiladigan har bir suhbati giyohvandning tanasiga yuboriladigan morfin singaridir. Vujudga kirgan har bir morfin zarrasi keyingi talab ehtiyojini chorlaydi. Internetdagi har bir suhbat yoki kim bilandir tanishuv darrov yana boshqalari bilan tanishuvga da'vat qiladi. Bu holat esa onani asta-sekinlik bilan yo'q bo'lish sari yetaklaydi. Yo'q bo'lish haqida gapiryapmiz. Sababi ijtimoiy tarmoq to'riga ilingan onalarimiz bilan qilingan suhbatlarimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, internet to'riga befoyda ilingan odam giyohvandlikka mukkasidan ketganlardan ham og'irroq ahvolga tushar ekan. Bu ahvoldagi ona diqqat e'tiborini bolasiga qaratishi va bir maromda, ya'ni kutilgan darajada onalik qilishi qiyin. Ha-40, yo'q 0. 14. Ona sigaret, spirtli ichimliklar yoki giyohvand modda iste'mol qiladimi? Ko'pincha yoshlik davrlarida orttirilgan sigaret, ichkilik, giyohvand moddalarga mukkasidan ketish ayollar uchun onalik qilishga xalal beradigan jiddiy vositadir. Oddiygina ko'nikmadek ko'ringan sigaretning odam ruhiyatidagi ta'siri oxirgi yillardagi izlanishlardan ko'rinib turibdi. Sigaret chekkan kishining asab tizimi nozik ekanligini aytib o'tishimizga hojat ham yo'q. Sigaret tanani holdan toydirishi nazardan chetda qoldirilmaydigan haqiqatdir. Onaning onalikka xos tabiiy mas'uliyat va yukka sigaret va giyohvand moddalarning ta'siriga jismoniy va ruhiy og'riqlar qo'shilsa, ona unda ham o'zi ham farzandiga ziyon yetkazib qo'yadi. Ayol sigaretdan tashqari spirtli ichimliklar yoki giyohvand moddalardan foydalansa, vujud reflekslari kamaytiruvchi dorilar ichadigan bo'lsa, farzand tarbiyasida haqiqiy falokat ssenariysi yoziladi desak ham bo'laveradi. Qaysi turdagi boqimandalik bo'lsa bo'lsin, o'sha ayol muhtoj bo'lgan dori yoki moddani olmagan paytdagi holatda onalik mas'uliyatini bajara olmaydi. Ba'zi ayollar alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish odamni quvnoq qiladi deb o'ylashadi. Ana shunday qilib bolaga xushmuomala bo'lishlarini aytishadi. Ha, alkogol reflekslarini pasaytiradi, bu to'g'ri, lekin onalik reflekslarining pasayishi bilan bajariladigan vazifa emas. Onaning reflekslari va o'ylay olish qobiliyati eng yuksak darajada bo'lishi kerak. Refleksi ozaygan ona esa zehni juda ham yaxshi bolaning savollariga tayinli javob bera olmaganidek, noto'g'ri yoki bema'ni javoblar bilan bolaning oldida izza bo'ladi. Ona o'z farzandining har bir onini zavq bilan kuzatishi va hushyor vaziyatda u bilan gaplashishi kerak. Giyohvand modda Ha-90, yo'q 0. Sigaret Ha-20, yo'q 0. 15. Onaning ijtimoiy hayoti qanday? Bir ayol ona bo'lgandan keyin avvalgidek keng ijtimoiy doirasi bo'lmasligi mumkin. Vaqt o'tgani sari o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi. Avval uzoqdagi do'stlari, keyin esa uzoqdagi qarindoshlaridan asta-sekin aloqalari uzila boshlaydi. Bu vaqt mobaynida ona qanchalik intilsa ham, ruhiyatidagi yemirilishlar shunchalik chuqurlashib boraveradi. Ayol avvalgidek, ya'ni qizlik davridagidek ijtimoiy hayotini davom ettirishga urinsa, o'ziga ham, bolasiga ham zarar yetkazadi. Masalan, kichkinagina bola bilan bozorga borish, uzoq yo'lga chiqish mobaynida turli muammolarga duch kelishi aniq. Ijtimoiy hayotda bunday o'zgarishlarning sodir bo'lishi ayol ruhiyatiga ta'sir qiladi. Holbuki ayol farzandli bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqdagi kamaygan faoliyatini farzandi tug'ilgandan keyin erishadigan yangi do'st va qarindoshlarini a'zo qilib, bu vaziyatni ijobiy holga aylantirishi mumkin. Ona bu yangi doiraning ichiga yordam beruvchi tashkilotlar uchun ko'ngilli ishlar, saxovat yig'inlarida astoydil ishtirok etishni unutmasligi kerak. Shunday qilib ona o'zi yosh qizligida boy berib qo'ygan ijtimoiy tarmoqni yangi va o'ziga xos usulda to'laqonli shaklda tiklab oladi. Ha-0, yo'q 20. 16. Ayol hirsli va jahldormi? Ayrim xatti-harakatlar keyin orttirilganidek odamning tug'ilganidan shakllangan xarakteri ham bo'ladi. Bularning boshida hirs va jahl turadi.
Bu jihatdan yaxshilikka ishlatilgan taqdirda juda ham katta quvvat manbai hisoblanadi. Farzandini eng yaxshi usulda tarbiyalash niyatida hirs va g'ayrat sarflagan ona o'zidagi bu xususiyatini yaxshilikka yo'naltirganini ayta olamiz. Yozganlarimga aynan boshidan o'tkazgan bir ona bilan tanishganimning mahsuli sifatida qarashingizni xohlardim. U 40 yoshlarda edi. Lekin farzand tarbiyasi bilan endigina tanisha boshlagan va o'tmishda qilgan xatolarini bir chekkaga qo'yib, bundan keyin boshqa xato qilmaslikka harakat qilardi. Biror masalada qaror qabul qilishda uning qat'iyatliligi diqqatga sazovor edi. Undagi bu xususiyatni u 1 yil mobaynida farzand tarbiyalash kurslariga muntazam qatnashib, ijobiy ma'noda o'zlashtirib olgandi. Yoshi kattaroq bo'lsa-da, undagi bu qat'iyat farzand tarbiyasi bo'yicha muvaffaqiyat qozonishiga sabab bo'lgandi. O'sha ikki xarakter xususiyati noto'g'ri qo'llanilsa, onaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar ona jahlini nazorat qilmasa va bolalarga nisbatan ishlatsa, yuqorida ta'kidlaganimizdek, zug'um girdobiga qadam qo'yadi. Bundan tashqari jahldor ona jahlini o'z farzandiga emas, aksincha, bolasiga nisbatan jahl qiladigan odamlarga qarshi qo'llashida foyda bor. Ha 30, yo'q 0. 17. Ona farzand tarbiyasidan xabardormi? Farzand tarbiyasi aslida mutaxassislik talab qiladigan ishdir. Hamma ona har xil bo'ladi. Har bir mavzudan xabardor bo'lgan onalar ko'pchilikni tashkil etmaydi. Farzand tarbiyasi ham bugungi kunda dolzarb mavzulardan biridir. Bu soha vakillari o'zaro olib borgan ilmiy ishlarini kuzatib borishadi va qo'lga kiritgan ma'lumotlarini onalarga yetkazishadi. Mutaxassislardan yig'ilib kelgan bu ma'lumotlarda ona o'ziga tegishli bo'lganlarini kuzatib boradi. Bilmagan narsasini o'rganib boradigan va har doim yangiliklarni bilib olishga uringan ayolni bilimdon ona desak mubolag'a bo'lmaydi. Farzand tarbiyasidagi qaysi mavzularda bilim ozroq bo'lsa yoki qaysi masalalarda ikkilansa, yechim topish uchun qo'yilgan dastlabki qadam ilm va izlanishdir. Bunday onaning ikkinchi qadami o'zidagi biror bir kamchiligini hal qilishni o'rganishidir. Bilmaganini so'rab o'rganib oladigan ona zukko ayoldir. Bu seminarlarni yoki maxsus yig'ilishlarni kuzatish, yozma adabiyotlarni o'qish orqali ham bo'lishi mumkin. Onaning bilimi oshib borgani sari gardanidagi yuklari ham kamayadi. Buning butunlay aksi bo'lganda esa ona o'ziga nima kerakligini bilmaydi yoki noto'g'ri narsalarni to'g'ri deb qabul qiladigan bo'lsa, bu holat bilmaslik deyiladi. Farzand tarbiyasida bilib bilmay qaror qabul qilgan onaning eshitganlari va tahlil qilganlari bilan o'tmishda boshdan kechirgan xatolarini yana bir marta o'zi takrorlash ehtimoli juda katta. Bundan tashqari farzand tarbiyasida ko'ngilchanlik juda muhim bo'lsa ham, to'g'ri usullar qo'llanilmasa muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Onalar shuni unutmasliklari kerakki, ular farzandlariga nisbatan mehribondirlar, lekin aql bilan ish tutmasdan ko'rsatilgan mehr-muhabbat afsus nadomat bilan tugashidan ham qochib bo'lmaydi. 18. Ona o'zim bo'laylardanmi? Ona balog'at yoshida ekan ega bo'lgan o'zim bo'lay va isyonkor xatti-harakatlarini tashlay oladimi? O'zidan boshqa odamlarning ham qadrli ekanligini tushunib yetarmikin? Savdo-sotiqqa borganida ko'proq o'ziga kerakli narsalarni oladimi yoki bo'lmasa eri farzandlariga tegishli narsalarni ham sotib oladimi? Farzandi bilan o'tkazadigan dam olish kunida bir guruh do'stlarini uyiga taklif qiladimi? Uydagi qonun qoidalarni eri yoki farzandi talablariga muvofiq qabul qiladimi? Farzand tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan onaning tobora ulg'ayishi, menlik tuyg'usidan ajralib chiqishi juda ham muhim. Ayol farzandli bo'lgandan keyin o'zini o'ylashdan qutula olmagan bo'lsa, uyi va hayotini o'z dunyosiga ko'ra tashkil qilishda davom etsa, demak u hayotining qiyinlashayotganiga sabab qilib farzandini ko'radi, deya olamiz. Qiladigan va rejalashtiradigan ishlarida o'z farzandini to'siq sifatida ko'ra boshlaydi. O'z holicha qolish, o'zi uchun vaqt ajratish haqida bolasini to'siqdek his qiladi. Aslida esa farzand tarbiyalayotgan ona endi menlikdan chiqishi va mendan boshqalar darajasiga o'tishi kerak. Har bir voqeaga o'ziga xos baho berib, rejalashtirayotganda eri va farzandini birinchi o'ringa qo'yib hisoblashi kerak. Agar shunday bo'lmasa, ona uchun bola hayotni qiyinlashtiruvchi bir yuk sifatida qolaveradi. 19. Onaning jinsiy hayoti bir maromdami? Er-xotin orasidagi munosiblik va sevgining eng tabiiy shakli jinsiy hayotning sog'lom bo'lishidir. Inson hayoti davomida yeb-ichish, boshpana ehtiyoji bilan bir qatorda jinsiy hayoti ham yaxshi bo'lishi kerak. Sog'lom turmush tarzi ahil oilaning negizi sifatida ko'riladi. Shunday ekan, er-xotin doim o'zlari va oila istiqbollari uchun muhim bo'lgan bu mavzuni
nazardan chetda qoldirmasliklari, ya'ni jiddiy qarashlari kerak. Har zamonda er-xotinning o'rtasida bo'lib o'tadigan sovuqchilikni odatiy holga aylanib qolmasligi uchun astoydil harakat qilishlari kerak. 20. Ona boshqalarni tushuna oladimi? O'zini boshqa birovning o'rniga qo'ya olish san'atiga ega bo'lish, u kabi his qilish, u o'ylagandek o'ylay olish muloyimlikdir. Onalarning farzandlariga nisbatan bu hislari haddan tashqari yuksak. Onalar farzandlari nimalar o'ylayotganini bilishadi. Nimalarni boshdan o'tkazayotganini uzoqdan turib ham his qila olishadi. Bir bolaning his-tuyg'ularini eng yaxshi his qiluvchi bu uning onasi. To'g'ri tushuna olgan esa otasidir. Otalar farzandlarini juda yaxshi tushuna olsalar ham ularning ichki dunyosida nima his qilayotganlarini onachalik bila olmaydilar. Bu yerda bir jihatni alohida ta'kidlashimiz kerakki, qarshisida turgan kishining his-tuyg'ularini bilish, tushunish boshqa narsa, o'sha odamning his-tuyg'ularini boshidan o'tkazish esa batamom boshqa narsa. Kim biladi, balki ona bo'lishning asosiy xususiyati ham shudir. Shuning uchun ham onalar bola tarbiyasida ancha ustundirlar. Afsuski, ayrim onalar o'zlaridagi bu qobiliyatni har doim ham asray olmaydilar. Ba'zan onaning o'tmishdan qolgan yomon xotira va tajribalari, ba'zan esa turmushida duch kelgan muammolari natijasida o'sha qobiliyati borgan sari pasayib ketishiga va onalik xususiyatining ham yo'qolishiga sabab bo'ladi. Ona o'z farzandi bilan orasida qandaydir sovuqlik his qiladigan bo'lsa, bu hol jiddiy ma'noda onaning onalik qilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Ona kundalik yelib yugurishlar ichida o'sha xususiyatini yo'qotayotganini his qila boshlasa, zudlik bilan buning oldini olish kerak bo'ladi. His qilish qobiliyatini qaytadan qo'lga kiritish ona bolaning o'zaro munosabatini tiklanishiga sabab bo'ladi. Ha 0, yo'q 50. 21. Onaning uyqusi yaxshimi? Ona farzandi bilan shug'ullana olishi uchun eng muhim jihatlardan biri keragicha dam olishdir. Har doim yangi kunni ko'tarinki ruh va kayfiyat bilan boshlagan ona kun davomida duch kelgan voqea hodisalarni vazminlik bilan mushohada qiladi va ma'qul yechimlar topa oladi. Shu sababli onaning yetarlicha dam olishi bola tarbiyasida juda muhim. Ayolning kechqurun xonasiga kirishi, uyquga yotishi, ertangi kunni yaxshi kayfiyatda boshlashi va xushchaqchaq bo'lishi shuning uchun ham muhimdir. Ona ba'zan dam olishni juda orzu qilsa ham bolalar bunga imkon bermasligi mumkin. Bolalarning tuni bilan bir necha marta uyg'onib onasini qidirishi, 2 yoshli bolalarning tunda hojatga uyg'otishi, 6 yoshli davrda esa bolalarning tunda qo'rqishlari onaning uyqusiz qolishiga sabab bo'ladi. Boshqa taraflama hammasi bir maromida ketayotgan bo'lsa ham ba'zan ayol juda kech yotishi mumkin. Uyqusizlik natijasida ruhiy siqilish bilan kunni davom ettirishga uringan onalar besaranjom bo'lishadi albatta. Onaning yetarlicha uxlab olishi nafaqat jismoniy charchoqlarini chiqarishi uchun, balki ruhiy tomonlama ham muhimdir. Onaning bir kunlik yumushlarini kuzatganimizda ham ruhiy, ham jismoniy og'ir ta'ziq ostida bo'lgani yaqqol namoyon bo'ladi. To'xtovsiz savollar bergan bolasiga javob topishga uringan, ijtimoiy hayotga oid rejalar va qarorlarni amalga oshirgan. Ro'zg'ordagi muammolarni o'ylagan ona ozgina uxlab, vujudi dam olsa ham ruhiy horg'inlikni bartaraf eta olmaydi. Ayol o'zini tahlil etib sharhlar ekan, uyquga tegishli jihatni ham hisobga olishi kerak. Bundan tashqari zarur paytda eridan yordam so'rashi kerak. Sababi bola tarbiyasi faqatgina onaga tegishli vazifa emas. Onaning ruhiyati yaxshi bo'lishi barcha oila a'zolariga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun otalar rafiqalariga yordam qo'lini cho'zishda hech ikkilanmasliklari kerak. Ular ba'zan tunda navbatma-navbat bolaga qarashadi. Ba'zan esa ota bolasini qo'liga olib, onaning dam olishi uchun sharoit qilib berishi lozim. Ha 0, yo'q 50. 4-qism. 22. Onaning ovqatlanish tartibi bormi? Oddiy tuyulsa ham bola tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lgan onaning ovqatlanish tartibi katta ahamiyat kasb etadi. Onalar onalik mehr bilan o'zlaridan ham ko'proq bolalarini o'ylaganlari uchun ularning qorinlari to'ymasdan turib o'zlarini unutib qo'yishadi. Holbuki tonnalab yuk ortilgan vagonlarni tortgan lokomotiv yoqilg'isiz qoladigan bo'lsa, orqadagi vagonlar harakat qila olmaydi. Shuning uchun ham ona bolalarining ovqatlanishiga qanday ahamiyat bersa, o'zining ovqatlanishiga ham xuddi shunday ahamiyat berishi kerak. Ertalab qorni och qolgan va yengil-yelpi narsalar bilan kunni o'tkazgan onaning ruhiyati bilan yangi kunni bir maromda boshlagan ayolning ruhiyati bir xil bo'lmaydi albatta. Shu bilan birga ko'pchilik onalar xoh homiladorlik davri bo'lsin, xoh yosh o'tgan sari to'lishgan bo'lsa, ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun kam ovqatlanishni odat qilishadi.
Afsuslanarli jihati shundaki, bunday paytlarda och qolishni afzal ko'rishadi. Holbuki tana ehtiyoji hisoblangan kaloriya va energiya miqdorini har kuni olishi kerak. Aks holda inson tanasining ochlik paytida yuzaga kelgan reaksiyalar onani asabiy qilib qo'yadi. Bilib bilmay parhez qilgan onaning jahldor va asabiy bo'lishi esa tabiiy. Bu holatning butunlay aksi sifatida keragidan ortiqcha ovqat yeyish, semirib ketish ham onaning yukini ko'paytiradi. Ortiqcha vaznlarning vujuddagi bosimi va harakatning kamayishi onani og'ir ahvolga soladi. Bola serharakat bo'lganida onaning to'laroq bo'lishi uning ketidan yelib yugurishiga monelik qiladi. Shuning uchun bolasining sho'xligidan nolib, uni nomaqbul yo'llar bilan tinchitishga urinadi. Avval izohlab o'tganimizdek, jahl boshqa bir ziddiyatga sabab bo'lgani uchun hammasi yana boshidan qaytarilaveradi. Shuning uchun qanchalik oddiy ko'rinmasin, oila davrasida ovqatlanish tartibi borligi va onaning ovqatlanishga e'tibor berishi ham bola tarbiyasida onaning zimmasidagi vazifalardan biri hisoblanadi va katta ahamiyatga ega bo'ladi. Ha 0, yo'q 20. 23. Onaning kun tartibi bormi? Yangi kunni rejasiz boshlagan, duch kelgan ishni qilib ketaveradigan ayol dahshatga qarab borayotgandek yoki sekin-sekin xonavayron bo'lishga yaqinlashayotgandek bo'ladi. Ona qachon va qaysi paytda bolasi bilan o'yin o'ynay olishni, kitob o'qishni yoki bog'da uni sayr qildirishini bilishi va rejalashtirib olishi kerak. Bilishdan ham ko'ra ayol bu rejaga ko'ra oilasini boshqarishi kerak. Bundan tashqari mehmonga boriladigan kunlarni, mehmon keladigan kunlarni, bolaning rivojlanishiga oid jihatlarni ham hisobga olib rejalashtirishi darkor. Masalan, yangi tug'ilgan bolaning uyqu soatiga e'tibor berilmaydi. Kech soatlarda ham mehmondorchilikdan qaytilmaydi. Uydagi bolalarga e'tibor qilmay mehmondorchilik qilinaversa, bola tarbiyasida onaning zimmasiga yana yangi muammolar ortilaveradi. Shu bilan birga ona har kuni peshinda 1 soat yoki 45 daqiqa uxlab olish uchun vaqt ajratishi kerak. 21-moddada aytib o'tganimizdek. Sababi ona kun davomida tetik yura olishi uchun bu juda katta ahamiyatga ega. Yevropadagi bir necha mamlakatlarda kun va haftalarni rejalashtirish mavzusida foydali kurslar tashkil qilingan. Bundan tashqari foydali kun tartibi qanday rejalashtiriladi nomli oilaviy seminarlar ham muntazam o'tkaziladi. Tartibsiz hayot, rejalashtirilmagan kundalik yelib yugurishlar onaning sillasini quritib, uni o'zi xohlaganidek namunali onalik qilishga to'sqinlik qiladi. Shunday ekan, ona o'z gardandagi bu yukni ham sezishi kerak. Ona o'z-o'ziga hayotda kundalik va haftalik rejalarim bormi deya jiddiy savol berishi lozim. Agar bu ham foyda bermasa, zudlik bilan ushbu rejani tuzishi kerak. Ha 0, yo'q 20. 24. Ona ruhan baquvvatmi? Bir qancha ayollar kundalik yelib yugurishlar bilan ovora bo'lib, o'zini va bolalarini ezadi, toliqtirib qo'yadi. Ammo buni o'zlari sezmaydi. Quvvati tugagan o'yinchoqning oxirgi harakatlari qanday bo'lsa, holdan toygan ona ham farzandini shunday tinchlantirishga harakat qiladi. Bu tabiiy hol, ammo bu onaning himoya refleksidek ko'rinsa ham, bu bolaning ruhan ezilishiga olib kelishi mumkin. Kuch-quvvati tobora pasayib borayotganini sezgan onaning birinchi qiladigan ishi kundalik ritmni belgilab olishdir. Shunda ona hech bo'lmasa kunning qaysi vaqtida quvvati kamayishini bilib oladi. Har holda kechki soat 20:00 gacha bardosh bera olgan ona 20:00 dan keyin bolasi bilan yana shug'ullanadigan bo'lsa, o'zi va farzandi uchun ham foydali emasligini bilishi kerak. Ona kun tartibini qaytadan diqqat bilan ko'zdan kechirib chiqishi lozim. 25. Onaning harakati yetarlimi? Ayol kishi farzandli bo'lganida istar-istamas o'z-o'zidan uyda qolishga majbur bo'ladi. Uydagi tor doirada harakatsiz qolgan ayolning tanasi kun o'tgan sari dangasalashib boradi. Bu holat kam harakat bo'lib qolgan tana a'zolarining nafaqat jismonan, balki ruhan ham zaiflashishiga olib keladi. Muntazam sport bilan shug'ullangan onaning ruhiyati bilan tanasini umuman harakatlantirmagan onaning orasida katta farq bor. Ko'p vaqt yo'qotiladigan umumiy sport va gimnastika mashg'ulotlari bo'lmasa ham, har kuni bir necha kilometr yurish, uyda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish onaga ham ruhan ham jismonan foydali bo'ladi. Ha 0, yo'q 20. 26. Ona karyera qilishni rejalashtirganmi? Bola tarbiyasi bilan bog'liq konferensiyalarning bir nechtasiga qatnashganimda onalarning ko'plariga to'g'ri to'rtburchak shaklidagi kichkina qog'oz tarqatamiz va iltimos bu qog'ozlarni buklamasdan va hech qayerga qo'ymasdan konferensiya oxirigacha qo'lingizda ushlab o'tiring deb ogohlantiramiz.
Shu usulda tadqiqot sinovi o'tkazamiz. Har bir konferensiya oxirida o'sha tarqatgan qog'ozlarimizni yig'ib olamiz. Boshida har qancha iltimos qo'lingizdagi qog'ozni buklamasdan, g'ijimlamasdan konferensiya tugaguncha ehtiyot qiling deb tayinlasak ham, yig'ib olingan qog'ozlar chetlari yirtilgan, qayta taxlangan holda bo'ladi. Shundan keyin biz o'sha qog'ozlarni nega tarqatganimizni izohlaymiz. Dastlab tarqatilgan toza va tekis qog'ozlar bolalar timsolidir. Ular uyimizga mehmon bo'lishganida xuddi shu tarqatilgan qog'oz bo'laklari singari ishlov ko'rmagan va top-toza, tekis holda bo'ladilar. Konferensiyada tushuntirilgan mavzular onalarning diqqat e'tiborini ma'ruzaga qaratgani sababli qog'ozlar sekin-sekin taxlanib, buklanib, g'ijimlana boshlagan. Konferensiya paytida ona aytilayotgan muhim mavzularning ta'sirida qo'lida ushlab turgan qog'ozni butunlay esdan chiqaradi. Xuddi shu singari agar onaning e'tibori boshqa narsada bo'lsa, ko'pincha aslida shug'ullanishi kerak bo'lgan bola tarbiyasi ikkinchi o'ringa tushib qoladi. Ya'ni karyerasi bilan ovora bo'lgan ona bir tomondan unga berilib ketadi, boshqa tomondan esa o'zidan e'tibor va mehr kutgan bolasiga keragicha vaqt ajrata olmaydi. Bundan tashqari onaning karyerasi haqiqatdan bor yo'qligi juda muhim. Zero har bir muvaffaqiyatsizlikka biror sabab qidirganida, afsuski ayrim ayollar bunga bolalarining salbiy ta'sir ko'rsatayotganini sabab qilib ko'rsatishadi. Shuning uchun ham bolasini karyerasiga to'siq sifatida ko'radi. Bunday paytlarda ona o'z farzandidan asta-sekin uzoqlashib boradi. Shunday ruhiy holat bilan bolasiga muomala qilgan ona farzandiga nisbatan qahr-g'azab bilan qarashi mumkin. U holda karyera qilish rejasi bor ayol shuni ham unutmasligi kerakki, bola tarbiyasida o'z zimmasiga qo'shimcha mas'uliyatni olgan va uning majburiyatini ham ko'tarishga tayyor turishi kerak bo'ladi. Ha 0, yo'q 40. 27. Onaning jismoniy kasalligi bormi? Jismoniy kasallik deganda biror a'zoning yo'qligi yoki kamligi tushunilmasligi kerak. Masalan, boshi og'rigan, migreni xuruj qiladigan, vaqti bilan yuragi bezovta bo'lib turadigan, ortiqcha vazn yoki kamqonlik sababli tez charchab qoladigan ona ham shu sarlavha ostida yodga olinadi. Onaning tanasi u yoki bu sabab bilan tiklanishga qiynalayotgan bo'lsa, zimmasidagi vazifalarni ham ma'qul darajada bajara olmaydi. Shu bilan birga turmush qurilgandan yoki farzandli bo'lgandan so'ng jismoniy xastalikni boshidan kechirgan ona ko'ngli xira bo'lsa, bola tarbiyasi ba'zan juda og'ir yumushga aylanishi mumkin. Ha 30, yo'q 0. 28. Onaning iqtisodiy ahvoli qanday? Oz bo'lsa ham boriga qanoat qilish oilada sevgi va mehr-muhabbatning yo'qolishidan yaxshiroqdir. Bugungi kunda jamoaviy hayot o'rnini yakkahol hayot egalladi. Jamoaviy hayot hukm surgan jamiyatlarda iqtisodiy tanqislik oilada katta ko'ngilsizliklarga sabab bo'lmasdi. Yakkahol jamiyatlarda esa oilaning moddiy yetishmovchiligi kundalik hayotga to'g'ridan-to'g'ri o'z ta'sirini o'tkazadi. Hozirda yakkahol turmush tarzi afsuski ijtimoiy jamoatchilikni eng past saviyaga tushirib qo'ygan. Iqtisodiy tangliklarga uchragan oilalar bu holatni ko'pincha o'z imkoniyatlari bilan yengishga majbur bo'lishadi. Bankdan olingan qarzlarning muddati o'tib ketishi, uyning kommunal to'lovlar qog'ozlari, bolalarga olib berilmagan o'yinchoqlar oiladagi muhitni tang ahvolga soladi. Bola tarbiyasi bilan bog'liq olib borgan suhbatlarimizda qatnashgan bir ona shunday degandi: pulni bo'lar bo'lmasga sarf qilganimiz sababli muntazam aylanib turgan moliyaviy charximiz buzila boshlagandi. Endi uyga bankdan olingan qarzlar va boshqa to'lovlar haqidagi xabarnomalar ustma-ust kelardi. Har kuni har xil yangi to'lov xabarnomasi kelganda uyimiz naq motamxonaga aylanardi. Erimning mas'uliyatsizligidan kuyardim. U ham mening ishlamasligimdan shikoyat qilardi. Oxiri men ham ishlashga majbur bo'ldim. To'satdan bu qarorga kelishim boshqa yangi muammolarni yuzaga keltirdi. Sababi mehnat qilish faoliyati juda ham mas'uliyatli ekanligini birinchi marta his qilayotgandim. Endi farzandlarimga yetarlicha vaqt ajrata olmas, ishdan charchab kelganimdan keyin uydagi ishlarni bajara olmas. Bundan tashqari kun o'tgan sayin erimdan uzoqlashayotganimni his qilardim. Nihoyat iqtisodiy muammolarimizni hal qildik-da, ammo bu safar erim bilan ikkalamizning oramizdagi munosabatlarga darz ketgandi. Janjallarimiz endi iqtisodiy muammolardan emas, e'tiborsizlikdan yuzaga kelayotgan edi. Kunlarimiz ana shu zaylda janjal, so'ron va yugur bilan o'tib borar ekan, biz endi bir narsani sezib qolgandik. Ya'ni bu davr mobaynida eng muhim sanalgan farzandlarimiz tarbiyasini unutib qo'ygan edik. Xuddi yuqoridagi misolda bo'lganidek, oilada iqtisodiy qiyinchiliklar yuzaga kelsa, bu holat boshqa muammolarni ham keltirib chiqaradi.
Agar ona oiladagi iqtisodiy qiyinchiliklarni ham o'z zimmasida his qilsa, bu og'ir vaziyatni boshqa muammolarga sabab bo'lmasidan o'tkazib yuborishga urinishi kerak. Ha 0, yo'q 40. Zimmangizdagi yuk jadvali. Onaning zimmasidagi yuk ha, yo'q, ochko. Birinchi, onaning hayotga muhabbati bormi? Ha 0, yo'q 50. Ikkinchi, onaga onalik huquqi berilganmi? Ha 0, yo'q 60. Uchinchi, ona bolasiga o'zi istaganidek ta'lim berish huquqiga egami? Ha 0, yo'q 40. To'rtinchi, ona 4 yoshgacha bo'lgan davrda onasidan uzoq vaqt ayro qolganmi? 0, 50. Oltinchi, ona janjal suron hukmron bo'lgan oilada katta bo'lganmi? 40, 0. Yettinchi, ona o'tmishida zo'ravonlik yoki tajovuzga uchraganmi? 90, 0, 190, 0, 240, 0. Sakkizinchi, ona oilasidan zarur yordamni ola oldimi? 0, 30. To'qqizinchi, ona o'zi xohlab farzandli bo'ldimi? 0, 20. 10. Ona farzandiga ko'nika oldimi? 0, 40. 11. Ona turmush o'rtog'ini sevadimi? Unga mehri balandmi? 0, 70. 12. Ayolni eri sevadimi? Uni himoyalaydimi? 0, 40. 13. Onaning ijtimoiy sohada biror boqimandaligi bormi? 40, 0. 14. Ona sigaret, ichkilik yoki giyohvand modda iste'mol qiladimi? 90, 0, 20, 0. 15. Onaning ijtimoiy hayoti qanday? 0, 20. 16. Ayol hirsli va jahldormi? 30, 0. 17. Ona farzand tarbiyasidan xabardormi? 0, 30. 18. Ona faqat o'zini o'ylaydigan xudbinlardanmi? 0, 30. 19. Onaning jinsiy hayoti bir maromdami? 0, 40. 20. Ona atrofidagilarni tushunadimi? 0, 50. 21. Onaning uyqusi joyidami? 0, 50. 22. Onaning ovqatlanish tartibi bormi? 0, 20. 23. Onaning kun tartibi bormi? 0, 20. 24. Ona ruhan baquvvatmi? 0, 30. 25. Onaning harakati yetarlimi? 0, 20. 26. Onaning karyera rejasi bormi? 0, 40. 27. Onaning jismoniy kasalligi bormi? 30, 0. 28. Onaning iqtisodiy ahvoli qanaqa? 0, 30. Javoblar qanday baholanishi kerak? Yuqorida har bir savolga berilgan javoblar ha, yo'q deb ajratilmasdan bitta qilib yig'ilishi lozim. Yig'ilgan ballar 100 ga bo'linadi. Chiqqan javob onaning zimmasidagi yukning og'irligi hisoblanadi. Ona bu og'irlik ostida onalik qilishga urinadi. Ko'p marotaba bolasiga arzimas narsa uchun baqirganini yoki zaharxanda muomalasining tagida yotgan, o'zi bilmagan holda yelkasida ko'tarib yurgan bu yuk va onaning ong ostidagi negativ ta'siridir. Bunga ko'ra natijada chiqqan ballarini baholash quyidagicha bo'lishi kerak. 5-qism. Javoblar qanday baholanishi kerak? Yuqorida har bir savolga berilgan javoblar ha, yo'q deb ajratilmasdan bitta qilib yig'ilishi lozim. Yig'ilgan ballar 100 ga bo'linadi. Chiqqan javob onaning zimmasidagi yukning og'irligi hisoblanadi. Ona bu og'irlik ostida onalik qilishga urinadi. Bunga ko'ra natijada chiqqan ballarini baholash quyidagicha bo'lishi kerak. 9 ball va undan yuqori. Kriz. Yuqoridagi savollarga berilgan javoblarning to'plamini 100 ga bo'linganidan keyin 9 ball va undan yuqori natijaga duch kelgan bo'lsangiz, demak siz yelkangizda tashiyotgan yuklar sizni doim asabiylashtiradigan darajada og'irdir. Yelkasida buncha yuk tashigan onaning asab tizimi qanchalik kuchli bo'lsa ham, vaqt o'tgan sayin ular og'irlik qilib, onaning yiqilib qolish ehtimoli kuchlidir. Ona zimmasidagi buncha ruhiy yuk uning organizmida bir nechta jismoniy kasalliklarning paydo bo'lishiga ham sabab bo'ladi.
Organizmning ayrim joylarida qizarishlar, ko'karishlar, asab buzilishi hollari, jahl chiqishi, besabab yig'lash, bosh og'rig'i va kichik muammolar qarshisida oshqozon bilan bog'liq kasalliklar bu davrga oid eng ochiq ishoralardir. Ustida 9 ball, 900 kilogramm og'irlik ko'targan ona mutlaqo psixolog yordamini olishi kerak. Shuncha yuk bo'lishiga qaramay psixologik yordam olmasdan oiladagi vazifasini o'z o'rnida bajarishga uringan onadagi ruhiy o'zgarishlar bolaga ham o'tadi. Bu esa erini quyushqondan chiqaradi. Onaning ruhiy tomondan cho'kishi oqibatida barcha oila a'zolari ham bu og'ir yukning ostida qolishadi. 7-8 ball. Kritik davr. Ona o'z zimmasida 7-8 ball yuk tashiyotgan bo'lsa, bu kritik davr hisoblanadi. Xarakter xususiyatlari va asab tizimining kuchi yetgunicha yelkasidagi yukni hech kimga bildirmasdan ko'tarishga urinsa ham, uning bu ahvolini eng yaqinda turuvchi bolalari sezishadi. Bunday onalarning farzandlari ko'pincha o'ziga ishonchi past va doim qo'rquv, vahimada yuruvchi bolalar bo'lishadi. 7-8 balli, ya'ni 700-800 kilogramm yuk ko'targan ona farzandiga nisbatan e'tiborsiz va loqayd bo'ladi. Bolaning juda oddiy va kundalik xohish istaklari ham onaning ko'nglidagi bezovtaliklar sababli jahlini chiqarishi mumkin. Ona bu besabab g'azab va muomaladan o'zi bezovta bo'lsa ham, bu og'ir holat ichidan bir amallab yo'l topib ketadi. Ona farzandining oddiygina xohish istaklarini rad etishining sababi ong ostidagi 28 ta savolga bergan salbiy javoblar bilan yuzaga chiqadigan yuklardir. Ona ko'pincha o'zidan ham yashirmoqchi bo'lgan bu yukning ong ostida ko'rsatgan bezovtalik bilan bolasiga negativ munosabatda bo'ladi. Har on nimadir bo'lishidan hadiksiraydi. Hamma narsaga shubha bilan qarash, ishonchsizlik, haddan tashqari hovliqish, o'ylamasdan qaror qabul qilish, tasodifiy qarorlari uchun qattiq pushaymon bo'lib, o'zidan xafa bo'laverish bu davrning eng ko'zga ko'ringan xususiyatlaridir. Bunday ona oiladagi o'z zimmasidagi vazifalarini bajarishi juda qiyindir. Onaning xoh farzand tarbiyasida, xoh o'zining zimmasidagi yuklardan xalos bo'lishda bir mutaxassis yordamiga ehtiyoji bor. Zero ona bu og'irliklar bilan o'zi yechim topishi juda qiyin. 5-6 ball. Muammo. Savollarga berilgan javoblar 5-6 balli, taxminan 500-600 kilogramm yukni onaning yelkasiga yuklanganini ko'rsatayotgan bo'lsa, bu davrga muammoli davr nomi beriladi. Ona o'z xarakterining ijobiy jihatlarini ko'rsatishga har qancha urinmasin, ya'ni muammoli ahvolini atrofidagilarga sezdirmasa ham, o'ziga bunchalik katta mas'uliyatni yuklagan kishidan bola tarbiyasida muvaffaqiyat kutish to'g'ri bo'lmaydi albatta. Bu bosqichdagi ona o'zining ajabtovur harakatlari bilan e'tiborni tortadi. Ba'zan muammolar oldida chorasiz va umidsiz, ba'zan esa nihoyatda qat'iyatli va kurashuvchan bo'ladi. Ba'zida ko'ngilchan, ba'zida esa aqlli bo'ladi. Ona o'zidagi 5-6 balli yukni hamma narsa risoladagidek bo'lgan davrda hammasiga chidab, yukni ko'tarishga urinsa ham, endi duch keladigan yangi muammolar oldida bardoshsizdir, ruhan zaifdir. E'tiqodli va hayotga muhabbatli, atrofidan yordam olgan ona og'ir darajaga yetib bormasdan yelkasidagi yuk bilan yashashda davom eta olsa ham, bolasiga nisbatan har doim bir maromda muomala qila olmaydi. Ustida 5-6 balli yuk tashigan ona onda sonda mutaxassis, psixolog, pedagog yordamini olsa, foydadan xoli bo'lmaydi. 4 balli yuk. Anormallikning boshlanishi. His-tuyg'ularda barqarorlik bo'lmagan onaning bolasiga muomalasi ham shunga yarasha bo'ladi. U farzandining xohishlari va harakatlariga ba'zan samimiy va mehribonlik, ba'zan esa juda qo'pollik bilan javob qaytaradi. Anormallik bosqichidagi onaning bolasiga bo'lgan munosabatida jazo usulini qo'llash, nihoyatda qoidatalab bo'lib qolish eng ko'zga ko'ringan xususiyatlardir. Ustida 4 balli yuk bo'lgan onaning bola tarbiyasida olgan qarorlari va o'z xatti-harakatlarining sababi haqida jiddiy o'ylab ko'rishini tavsiya qilamiz. Zero bu bosqichda bo'lgan onaning bergan qarorlarining katta qismi aslida zimmasidagi yukning negativ ta'siridan va bezovtalikdan yuzaga kelganini ayta olamiz. Xoh bir pedagog, xoh bir psixologga borishi va bormoqchi bo'lgan joyini maslahatlashib, qanday yechimlar topishi mumkinligi haqida suhbatlashib turishida foyda bor. Bu bosqichda bo'lgan onaning muammolariga yechim topishi o'ziga yarasha oddiyroq bo'lsa ham, betaraf va ziyrak nigoh bilan qaralsa, bolaga bo'lgan munosabatlarda anormalliklarga duch kelishi mumkin. 2-3 balli yuk. Diqqat, muvozanat o'zgarishi mumkin. Har bir onada o'ziga yarasha yoki sabr bardoshiga ko'ra yelkasidagi 3 balli yuk, taxminan 300 kilogramm, muvozanatning har onda o'zgarishidan dalolat beradi. Bu bosqichdagi onaning o'ziga va ichki dunyosiga oid ziyrak nigoh bilan qarashi
va bu kuzatuvlarda qo'lga kiritgan siniq nuqtalarini tuzatish uchun kuch sarflashi juda muhim. Bu davrda onaning qanchalik mutaxassisga ehtiyoji bo'lmasin, o'z ustida ishlab, kitob, internet va konferensiyalar bilan bola tarbiyasida munosabatga osongina kirishsa ham baribir psixolog yoki pedagog mutaxassisning yordami onaga ancha foydali bo'ladi. Ona hozirgi yaxshi muhitning qadriga yetishi lozim va hushyorlikni qo'ldan boy bermasdan eri va atrofidagilardan yordam talab qilaverishi kerak. Yuqoridagi 28 ta savolga berilgan javoblardagi ijobiy jihatlarga alohida ahamiyat berib, bulardan farzand tarbiyasida foydalanishi kerak. O'zi uchun esa hayotining mazmuniga aylantirishi kerak. 3 balli yuk bo'lgan onada agar ko'ngli bo'shlik va odamovi xarakter bo'lsa, bu munosabatlarning buzilishi va darrov boshqa muammolarga yo'l ochish mumkinligini eslatib o'tamiz. 1 balli va undan ham kam hollarda. Yuqoridagi savollarga berilgan javoblarda 1 yoki undan kam ball olgan onalarning jiddiy muammolari bor deya olmaymiz. Sababi u ona hech bo'lmasa ustidagi yuklarning og'irligini yuqorida ko'rsatilgan ro'yxatda yozilgan ijobiy xususiyatlar bilan to'g'rilab olishi mumkin. Masalan, o'ziga onalik maqomi berilmagan onaning yelkasidagi yukning to'g'ridan-to'g'ri ta'siri ro'yxatda yozilgan va ijobiy javob bergan boshqa xususiyatlar bilan eng past saviyaga tushib qolishi mumkin. Masalan, ona o'zi uchun hayot mazmuni deb bilgan holatlarni hali ham atrofidagilardan olishi, o'ziga onalik maqomi berilmagani sababli yuzaga kelgan negativ kuchni eng past ko'rsatkichga tushirishi mumkin. Zimmasidagi 1 ball va undan kam yuki bo'lgan onalar kitobimizning bundan keyingi bo'limlarini yana ham e'tibor bilan o'qib, farzand tarbiyasi borasida ancha ko'nikmaga ega bo'lishadi. Shiddat zanjiri boshlanishi. Ko'tara olish darajasidan og'ir bo'lgan yuk. Shu yergacha bo'lgan bo'limlarda bir onaning onalik qilishidagi to'siqlar, uning zimmasidagi yuklar ko'rib chiqildi. Aslida hech qanaqa muammoim yo'q deb o'ylagan ayrim onalar bu ro'yxatni ko'rishganida yelkalarida qanchalik keraksiz og'ir yuk borligini bilishgan albatta. Xo'sh, o'sha og'ir yuk onaga qanchalar zarar yetkazadi yoki o'sha yuklar bilan ona o'zi bilmagan holda qay holatda bo'ladi? Bu savolga javob berishdan avval ona bola o'rtasidagi egalik qilish bog'iga to'xtalib o'tsak foydadan xoli bo'lmaydi. Zero ona uchun bola o'zining bir bo'lagi va tabiiyki bolasining ustidan o'zi xohlagandek hukm qila olaman deb o'ylaydigan borliqdir. Aslida onaning nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bola onaning xuddi o'zi deganidir. Unga biror gap bo'lsa, bu xuddi onaning boshiga tushgandek bo'ladi. Ona bolasiga nohaqlik qilib qo'ysa, ya'ni uni ursa yoki zarar berib qo'ysa, o'z jonining bir parchasiga nisbatan shunday qilgani uchun juda xafa bo'ladi-yu, lekin unchalik o'ylab o'tirmaydi. Sababi qaysi ona bolasini ataylab uradi deb o'ylaydi. Agar ana shunday zaylda davom etaversa, ona va bola orasidagi egalik qilish bog'iga e'tibor berilmasa, bora-bora achintirish bog'ini yuzaga keltirish mumkin. Men uning onasi emasmanmi? Xohlasam erkalayman, xohlasam uraman singari nohaq va ayni paytda aqlli insonga yarashmaydigan o'y-fikrlarni ona o'zlashtirib olishi mumkin. Holbuki obro'li va izzatli bola tarbiyalashni xohlagan onalarning hech biri bolalarning ustidan achintirish rishtasini o'rnatmasligi kerak. Ularni o'z shaxsiy mulki sifatida ko'rmasligi, aksincha, shunday o'ylaydigan bo'lsa, darrov o'ziga kelib olishi kerak. Ona bolani o'zi bilmagan holda tarbiyasiga zarar berishi yoki unga o'zi xohlaganicha muomala qilishi mumkin degan noto'g'ri fikrni tushunib yetishi ham oson ish emas. Ona faqatgina bir mutaxassis yordamida o'zining xatti-harakatlarini bilib olishi mumkin. Zero yuqorida ta'kidlangan yuklarni zimmasida tashigan ona ko'pincha ana o'sha yuklarni sezmaydi. Bu onani qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi, farzandining ruhiyatiga qanday darajada ziyon yetkazishi mumkinligini ko'ra olmaydi. Ona yelkasida qanchalik og'ir yuk tashisa, xuddi shu darajada portlovchi birinchi odam bo'lsa, undan keyingisi esa farzandidir. Biz portlash deb ta'riflagan narsa ko'pincha onaning asablari va qahr-g'azabini bostirish uchun foydalanadigan usuldir xolos. Biz bu holatni qachon boshlangani noma'lum, aniqroq qilib aytganda shiddat girdobi deb ataymiz. Sababi bu holat boshlandimi, qachon tugashi noma'lum bo'lgan va hamma o'zini haq deb biladigan g'alati muammodir. Biz aytgan shiddat zanjiri ba'zan farishta qiyofasiga kirib olgan shayton sifatida onalarni asir qilib oladi. U ham bolani haqiqat va yaxshilik sari yurishi uchun berilgan jazolar singaridir. Birinchi, shiddat zanjiri. Hamma narsa bir maromda ketayotgan paytlarda bolalariga muloyim va mehr-muhabbat bilan muomala qilgan ona yelkasidagi o'sha yuklarning ta'siri bilan kutilmagan paytda va holatlarda eri va bolalariga yuzma-yuz keladi. Onadagi bu tasodifiy hollar o'ziga ham yoqmaydi.
Zimmasidagi yuklar sababli bardoshi qolmagan ona o'z bolasining oddiy xatti-harakatlariga anormal muomalada bo'lishi mumkin. Bola esa onasidagi bu noo'rin jahl tufayli yana bir nechta anormal holatlarga tushib qolishi mumkin. Bu gal esa bola bundan ham battarroq muomalaga ro'baro bo'ladi. Bardoshi qolmagan onasining oldida bola endi juda ham bezovta bo'la boshlaydi. Bezovtalik sabab bo'lgan anormal holatlarda kuch ishlatgan ona. Onasining oldida ezilmaslik uchun majburan chidab turgan bola. Mana shu holat ko'pchilik onalarning hech ham qutula olmagan shiddat zanjiri desak mubolag'a bo'lmaydi. Onalar vijdonlarga azob beruvchi bu holatdan qutulishni xohlashadi. Kechqurun kech yotgan, ovqat yemaslik uchun xarxasha qilgan, onasining gapiga quloq solmagan bolalar kechqurun onasidan kaltak yeydi. Ko'rgan muomalasi ta'sirida bo'lgan bola uxlashga yotadi. Beozorgina uxlab yotgan bolasini ko'rgan ona endi pushaymonlik ko'z yoshlari to'ka boshlaydi. Bu bolaga nega bunday muomala qilyapman deb o'zini ayblaydi. Shunday qo'ya, lekin ertalab bo'lganida yana hammasi avvalgidek o'sha holatga qaytadi. Ona bardoshsiz, bola esa quloqsiz. Natijada esa zug'um va qattiqqo'llik hukm surgan oila muhiti. Ikkinchi, hayvon kaltak bilan, odam esa chiroyli tarbiya bilan kamol topadi. Ona bolasi bilan birga ko'pincha kirib qolgan shiddat zanjiri uchun ong ostida aqlliroq yo'l topishi kerak. Bo'lmasa har kuni kechqurun beozorgina uxlab yotgan bolasining tepasida ko'z yosh to'kadi. Ertalab esa yana o'sha xatolarini takrorlayveradi. Bu holat onani har tomonlama yemirishi aniq. Onalarning ko'pincha bolalarini alahsitish uchun ishlatadigan usullarining oddiygina nomi jazodir. Aslida esa hech bir bola jazolash usuli bilan tarbiyalanmaydi. Bundan tashqari jazolanib katta bo'lgan bola o'ziga yaxshi nazar bilan qaramaydi. Kim ham o'zini jazolanib tarbiyalanganini maqtana aytib beradi. Sababi jazo odamni tarbiyalashda ishlatiladigan usul emas. Hayvonlar jazolanish bilan, odamlar esa faqat aqlli ta'lim va go'zal tarbiya bilan kamol topishadi. Uchinchi, asosiy muammo, oshkor muammo. Mutaxassislar bu muammoga duch kelganlarida buni asosiy muammo va oshkor muammo deb baholaydilar. Masalan, bolasiga nisbatan juda ham jahldor va chidab bo'lmas darajada munosabatda bo'lgan onaning bu muomalasi oddiygina qilib aytganda oshkor muammo hisoblanadi. Bu asl muammo emas. Onaning boshqa bir muammosining yuzaga chiqishidir. Onaning asl muammosi bo'la turib, u hal qilinmagunicha bolalarga nisbatan xuddi shunday munosabatda bo'laveradi. Bu jihatdan qaralganda yuqoridagi moddalar haqida berilgan har bir savol asosiy muammoga tegishlidir. Bir misol keltiradigan bo'lsak, bir ayol erdan kutayotgan sevgi, muhabbat va diqqat e'tiborni ko'rmayotgan bo'lsa yoki qaynonasi uni odam o'rnida ko'rmayotgan bo'lsa, onaning ruhiyatida asta-sekin asosiy muammo paydo bo'la boshlaydi. Bu muammo dastlabki yillarda ko'zga ko'rinmaydi va sezilmaydi ham. Ba'zan dilxiraliklar va janjallar bo'lsa ham kun o'tib borgani sayin ona o'z yelkasidagi asosiy muammoni unutganini va unga bu ta'sir ham qilmayotganini o'ylaydi. Biroq oradan vaqt o'tgach u hamma narsani tushunib yetadi. Avval sabr va xushmuomalalik bilan yondashgan bir talay voqea hodisalar oldida endi u chiday olmay qoladi. Hamma dilxiraliklar birma-bir yuzaga chiqa boshlaydi. Avval ham ta'kidlab o'tganimizdek, bir paytlar yelkasida ko'tarib katta qilgan. O'sha go'zal bolalik chog'laridagi o'g'li yoki qiziga avval mehrli tabassum bilan qaragan ona endi esa arzimagan narsalarga ham qattiq jahli chiqib ketaveradigan bo'lib qoladi. Masalan, stol ustiga bilmasdan ovqat tomizib yuborgan bolasini chimchilaydi yoki qo'lidan tortib turtkilaydi va bir talay noo'rin gaplar bilan dakki beradi. Aslida onaning o'sha paytdagi muammosi bolaning dasturxonga ovqat to'kishi emas, zimmasidagi yuklarning tobora chuqurlashib, asosiy muammoni hosil qilishidir. O'sha ruhiyatidagi asosiy muammo onaning istalgan payt portlovchi yoki kutilmagan xatti-harakatlar qilishiga sababchi bo'ladi. Afsuski, o'sha ilk portlash o'zidan bir parcha hisoblangan farzandiga nisbatan bo'ladi. Onalarning ko'pincha bolalarini tinchlantirish uchun ishlatadigan usullari jazodir. Zero bola onaga oiddir, chunki uni dunyoga ona keltiradi. O'z jonining bir parchasi bo'lgan farzandiga nisbatan mehri onani ayni paytda bolasi ustida o'zi xohlagancha muomala qilish huquqiga ega ekanligi haqida tasavvur uyg'otadi. Holbuki bunday fikrlar haqiqatga mutlaqo zid. Hech kim boshqa birovning narsasi emas. Hech kimning, hatto u o'zi dunyoga keltirgan bolasi bo'lsa ham, bola meniki emasmi? Xohlaganimni qilaman deb qo'pol munosabatlar bilan muomala qilishga umuman haqqi yo'q. Bola ota-onasi tufayli dunyoga kelgan bo'lsa ham alohida yashash huquqiga ega. Nomi xoh jazo bo'lsin, xoh shiddat, zug'um yoki achintirish bo'lsin, aslo mumkin emas. Hech bir ota-ona bolasini bolalarga xos dunyosiga bunday zarar berishga haqqi yo'q.
Ba'zi paytlarda esa ona yelkasidagi og'ir yuklarni bolalariga qahr, g'azab, charxpalagi yoki jazo sifatida ko'rsatmaydi-yu, lekin o'zini jabrdiyda sifatida ko'ra boshlaydi. Ona o'sha hech ham qutula olmayotgan muammolar qurshovida ekan, hammasini bolalariga taqsimlaydi. O'zini ularning oldida gunohsizdek ko'rsatib, rahmlarini keltirish payida bo'ladi. Masalan, qaynonasi bilan orasi yaxshi bo'lmagan ona undan ko'rgan nohaqliklarini, hali voqea hodisalarni tushunib yetmaydigan o'sha norasida bolalariga aytib, o'zicha tasalli izlaydi. Shunday qilib, bolalarini buvilariga nisbatan qahr, g'azabli bo'lishlariga va o'zicha ko'ngil yozishga harakat qiladi. Farzandlarining beg'ubor qalblaridan xuddi o'sha maqsadda foydalanadi. Bunday hol esa bolaga jahl qilishchalik tahlikali va tahqirlovchidir. Zero muammo nima yoki uni hal qilish tugul, hatto hali esini ham tanimagan bolalarga katta odamlar orasidagi muammoni gapirish va ulardan o'ziga yon bosishlarini kutish, bir so'z bilan aytganda, bolalardagi beg'uborlikni suiiste'mol qilishdir. Balki shu usulda bolasini o'ziga sirdosh deb bilsa ham, boshdan kechirgan azob-uqubatlarni o'sha o'zining parchasi degan bolasiga aytgani bilan bola baribir bola-ku, shunday emasmi? Bunday holatda bolalar buvisiga bo'lgan mehri va onasining ta'sir kuchi orasida qolib ketadi. O'rtada ruhan siqilib qolgandan aziyat chekadi. Oqibatda bolaning ko'ngli e'tiborsizlikka moyillashadi va insoniy xususiyatlari yo'qolib boradi. Shulardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona o'z zimmasidagi yuklar bilan yashashda davom etishi salbiy oqibatlarga olib keladi va bilib bilmasdan xatolarga duch kelishiga sabab bo'ladi. Chunki onaning ong ostidagi o'y-fikrlari ha deb shunga undayveradi. 6-qism. Onaning bolasini bilib olish muddati. Bolani o'rganib olish. Bundan avvalgi bo'limda onaning o'zini bilib olishi va zimmasidagi yuklarni his qilishining qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligiga to'xtalib o'tgandik. Yaxshi, onaning o'zini bilib olishi va qanday muhitda farzand tarbiyalashini bilishi yetarlimi? Yo'q, yetarli emas. Zero bola tarbiyasining asosiy jihatlaridan biri ham bolani yaxshiroq bilib olishdir. Aytmoqchimizki, bolani bilib olmasdan farzand tarbiyasi bo'lmaydi. Ota-onalar quchoqlab turgan farzandlarini qanday xususiyatlarga ega ekanligini bilmasdan yoki kuzatuv qobiliyatini kuchaytirmasdan, bolaning rivojlanish davrlarida qanday munosabatda bo'lishni bilmay turib, farzand tarbiyasini eplash juda qiyin. Shu sababli bola tarbiyasining 3 ta muhim jihati haqida gapirishda foyda bor. Bulardan biri onaning es-hushini yig'ib olishi, ikkinchisi bolani yaxshilab bilib olishi, uchinchisi esa farzand tarbiyasida qo'llanilayotgan usullarning to'g'riligidir. Kitobning bu qismidan boshlab ozroq bo'lsa ham bolaning ko'ngliga yo'l topamiz. Katta odamlarning hammasi ham bir paytlar yosh bola bo'lishgan. O'sha bolalik davri endi eslay olinmaydigan xotiralar ortida, ong ostidagi xotiralarda muhrlangan. Ana shu sirlar bilan liq to'la sandiqning ichidagi ma'lumotlar tufayli o'sha kattalar shundaylar. Qanday qilib odamning qosh va ko'zi DNKsida yashiringan bo'lsa, bolalik yillarida bo'lib o'tgan hamma voqealar ham odamning xatti-harakatlari, odamning kodlarini tashkil etadi. Katta yoshdagilarda bolalik davriga xos izlar. Kattalarning xatti-harakatlarini kuzatganimizda ularni bir necha tushunarsiz harakatlar qilganini ko'ramiz. Masalan, birovga ishonishlari qiyin, chunki hatto do'stingga ham ishonmagin deb bir-birlariga ishonmaslikni takrorlab turaverishadi. Xuddi shunga o'xshab ayrim er-xotinlar ham bir-birlariga ishonmaydilar va oila qura olmaydilar. Ajrashib ketsakchi degan gumon bilan hali nikoh idorasiga bormasdan turib mol-mulk ayrimi qilishadi. Kattalarda faqatgina ishonchsizlik emas, bundan tashqari himoya reflekslari ham juda yaxshi rivojlangan. Har doim xuddi o'zlariga bir narsa aytiladigandek, turtkilanadigandik va ozorlanadigandek xavotir bilan hushyor turishadi. Ishga kech qolgan bir odamning aytadigan gaplari yoki turmush o'rtog'ining nega bugun ovqat qilmading degan savoliga beradigan javoblarini bir o'ylab ko'ring-a. Bugungi kundagi kattalarning qanchalik ishlari ko'pligini, tez-tez himoya refleksi bilan hayotni davom ettirayotganlarini ko'ramiz. Ezilmaslik, zarar ko'rmaslik, haqorat eshitmaslik uchun qurollar har doim hujumga shay qilib turiladi. Juda yaxshi. Kattalarning bunday hollari birdaniga paydo bo'ladimi yoki vaqt o'tgani sayin yuzaga keladimi? Agar vaqt o'tgan sayin rivojlangan bo'lsa, o'zini himoya qilishga majbur bo'lgan kattalar o'zini kuchli his qiladigan paytlarda bu xususiyatlarga ega bo'ladimi? Bo'lmasa o'zini himoya qila olmaydigan paytda duch kelgan o'sha hujumlarga qarshi bu xususiyatlarni o'zlashtirib oldimikan? Savolimizning javobi o'zida yashiringan. Odam shu paytda o'zini tushunarsiz xatti-harakatlarning bir nechtasini bolalik davridayoq orttirib olgan bo'ladi. Ha,
o'sha chorasiz va kuchsiz paytlarida olgan zarbalari azobi bilan orttiradi. Boshqacha qilib aytganda, bolalar eng kuchsiz bo'lgan paytlarida o'zlarini himoya qilish uchun yuzaga chiqargan bir nechta reflekslar bilan bugungi hayotlarini davom ettiryaptilar. Bolalik yillarida nuqul ozorlangan, turtkilangan, sarson qilingan, hech kim mensimagan, hadeb jazolash bilan tarbiyalangan o'sha kattalar hozir ham xuddi o'shandek boshiga tushishi mumkinligi xavfi bilan yashaydi. Bu bezovtalik xoh oila hayotida erga qilingan tushunarsiz harakatlar bilan, xoh do'stlar davrasidagi ajabtovur holatlar bilan yuzaga chiqadi. Modomiki bolalik yillari odamning hayotida shunchalik muhim bo'lsa, har bir ona yonginasida katta bo'layotgan farzandlarining bu davrini ziyrak qush nigohi bilan kuzatishi va diqqat e'tiborini qaratishi lozim. Inson bolalik yillarida boshdan kechirgan bu salbiy holatlar uning xotirasidan hech qachon yo'qolib qolmaydi. Bo'lib o'tgan voqealarni hech qachon eslamasa ham, miyasidagi hujayralarga qayta eslamaslik uchun topshirilsa ham baribir foydasi yo'q. Sababi bular o'sha katta odamlarning xarakterini shakllantirgan asosiy omillardir. Shuning uchun o'sha katta odamlarning biriga bunday qilishingga hech qanday sabab yo'q edi deb aytishning o'zi bema'nilikdir. Uning shunday qilishiga bugungi kunga oid voqealar emas, o'tmishdagi ong-osti xotiralari orasida yashiringan hodisalar sabab bo'ladi. Bolalarning qanaqa ekanligini bilish uchun menlikdan ajralib chiqqan nazar bilan qarash kerak bo'ladi. Agar ona buni eplay olmasa, bolasini o'zining bir parchasi sifatida ko'radigan bo'lsa, uni bilish jarayonida adashadi. Haqiqatni ko'ra olgan malikaning hikoyasi. Qishloqning eng go'zal, xushro'y qizi Malika o'sha qishloqning barvasta yigiti Mahmudni yaxshi ko'rib qoladi. Bu ikki yoshning muhabbati hammaning tilida doston bo'ladi. Mahmudning oilasi Malikaga sovchi bo'lib borishdi. Taqdirni qarangki, to'y kuni ular avtomobil halokatiga uchrashadi. Oqibatda qizning ko'zlari ko'r bo'lib qoladi. Afsuski, oilalar to'yni bekor qilishga majbur bo'lishadi. Oradan vaqt o'tgach, Mahmudning oilasi ko'zlari ko'rmay qolgan qizni kelin qilib ola olmasliklarini aytib, ularning oila qurishiga qarshi chiqishadi. Buni esa Malikaga ayta olmaydilar. Oilasi qizlarining boshiga tushgan bu baxtsiz hodisani va shu bilan birga unashtirilgan yigitining voz kechganligini qabul qila olmaydilar. Shundan keyin qishloqdagi devona Mehmetga uzatishga qaror qilishadi. Devona so'zi o'zbek tilida aqli zaif, telba ma'nosida kelsa-da, biroq Anadolu turkchasida bu so'z sodda, samimiy ma'nolarida ham keladi. Tarjimon. Sababi devona Mehmetning ovozi xuddi o'zi avval unashtirilgan o'sha yigit Mahmudning ovoziga o'xshardi. Malika o'zini ko'zlari ko'rmasa ham boricha qabul qilgan devona Mehmetga nisbatan mehr-muhabbati oshadi va baxtli oila bo'lib yashashadi. Ularning 4 ta farzandlari bo'ladi va ulardan biri onasining ko'zlari ojizligidan ta'sirlanib, dardiga davo topishni maqsad qiladi. Onasining dardiga davo topish uchun ko'p yillar mobaynida astoydil urinadi va o'zi ko'z shifokori bo'ladi. Vafoli bolalar nihoyat murodlariga yetib, onasining ko'zlari ochilishi uchun uni kasalxonaga yotqizishadi. Jarrohlik yo'li bilan onasining yana ko'ra olish qobiliyatini tiklanishiga umid qilishadi. Ancha yillardan beri dardini ichiga yutgan keksa ayol o'g'lining jarrohlik stoliga yotadi va o'zining sog'ligini unga topshiradi. Uzoq vaqt davom etgan operatsiyadan so'ng o'g'li hayron va lol bo'lib, operatsiya xonasidan shosha-pisha chiqadi. Oradan belgilangan muddat o'tgandan keyin narkozning ta'siri ketgach, xonaga o'g'li kiradi. Hozirgina ko'zlarini ochgan onasining qo'lini ushlab olgan doktor o'g'li ovozi titragancha shunday deydi: "Onajonim, men juda ham hayratdaman va juda ham baxtliman, chunki sizga bir xush xabarim bor." "Ha o'g'lim, gaplaringni tushundim. Mening ham senga aytadigan juda ham muhim sirim bor", deydi onasi. "Qanaqa sir? Sen nima uchun hayron va lolligingni aytgin, ana shundan keyin men ham senga o'sha muhim sirni aytaman o'g'lim." "Onajonim, sizni jarrohlik stoliga olganimda hayron bo'lib qoldim. Chunki sizning ko'zlaringiz soppa-sog' ekanligini ko'rdim. Hech qanday jarrohlik amaliyotiga hojat yo'q edi. Shuning uchun hech narsa qilmadim." "Ha, agar sening xushxabaring shu bo'lsa, men ham senga sirimni aytay bolajonim. Bir vaqtlar meni juda ham sevgan bir yigit bilan oila qurmoqchi bo'lgandik. To'y kuni bo'lib o'tgan avtohalokat tufayli ko'zlarim ko'rmay qoldi. Bu falokatdan keyin xayolimga kelgan unashtirilgan yigitim meni qanchalik sevarkina degan savol o'ylantirardi. Shuning uchun darrov ko'zlarimni yumib, o'zimni xuddi ko'zlari ojizdek tuta boshladim. O'sha yigit menga uylanishdan voz kechdi va bu menga juda og'ir botdi. Ham qattiq xafa bo'ldim, ham bir tomondan xursand bo'ldim. Chunki ishonib bo'lmaydigan odamga ko'ngil qo'ygandim. Uning muhabbati yolg'on ekanligi ma'lum bo'ldi. Ha, men juda ham xursand edim. Ya'ni vaqtida hushyor tortgandim.
Sababi oila qurilgandan keyin ko'zlarim ojiz bo'lib qolganida-chi, unda nima bo'lardi? O'sha kuni men turmushga chiqadigan odamning yuzi emas, axloqi chiroyli bo'lsin deb o'zimga o'zim va'da berdim. So'ng ota-onam mening bu ahvolimga yechim topish uchun qishloqning eng sodda va samimiy, kamtar va pokdil otangga unashtiradigan bo'lishdi va biz oila qurdik. Yaxshiyam men unga turmushga chiqibman. U mening ko'zlarim ko'rmasligi tufayli mensimasdan muomala qilmadi yoki ko'chaga haydamadi. Ko'zimning ko'rmasligini menga hech qachon pesh qilmadi. Hatto biror marta ham ko'ra olmasligim haqida gapirmadi. Men ham hech qachon ranjitmadim va o'shandan beri boshlagan bu o'yinimni indamasdan davom ettiraverdim. Ko'zlarim ko'rmayapti deb aytgan sarim shunday narsalarni ko'ra boshladim-ki, asti so'rama. Masalan, atrofimdagi odamlarning bir qismi meni ajratishar va tashlab ketishardi. Bu esa menga ko'rmagan ko'zlarim ko'rsatgan bevafo odamlar edi. Ayrim do'stlarim ko'rmasligimni hech ham hisobga olishmasdi va men bilan men bo'lganim uchun, inson bo'lganim uchun yonimda bo'lishdi, qadrlashdi. Ana shu o'yin orqali doim haqiqiy do'stlar orttirdim, dedi. Onajonim, siz nimalar deyapsiz? Demak, siz bizni va atrofingizdagilarni ko'rarmidingiz? Ha, o'g'lim. Ko'zlarim orqali nafsimni va atrofimdagi hammani yana ham yaxshiroq ko'ra boshlaganman. Faqat o'zini o'ylaydigan ona yo'q, ammo hech bir ona yo'qki, o'zini bolasidan ustun ko'rsa. O'zi yemaydi, lekin bolalariga yediradi. Dasturxonda biror o'zi yoqtirgan yegulik tursa-yu, bolasi ham uni yegisi kelayotganini sezsa, shartta olib yeb qo'yishga vijdoni yo'l qo'ymaydi. Biror falokat yuz beradigan bo'lsa, farzandini qutqarish uchun o'zini qalqon qiladi. Faqat shuni ham inobatga olish kerakki, bugungi kundagi onalarimizning ko'pchiligi egoist ona bo'lmasalar ham markazda men ulardandir. Afsuski, ayrim bolalar mana shunday onalar qo'lida ham voyaga yetishyapti. Bunday oilalarda tarbiya topgan bolalar xuddi izzat hurmat uchun kurashadigandek o'zlarini ehtiyot qilishga, onalarining qo'llaridan o'zlarini qutqarishga urinishadi. Markazda men va egoist ona orasidagi farq. Bugungi kundagi onalarimizning ko'pchiligi afsuski bolalari bilan bo'lgan munosabatlarini xuddi o'zim bo'lay degandek ko'rsatishadi. Har doim markazda men deydigan ona bilan o'zim bo'lay deydigan ona orasida qanday farq bor degan savolga keladigan bo'lsak, o'zini o'ylash, ya'ni o'zim bo'lay deydiganlardan bo'lish yoki bo'lmaslik aql va iroda bilan bog'liq. Odam o'z aqli bilan xudbin yoki uning aksi bo'ladi. Masalan, ona dasturxondagi oxirgi luqmaga endigina qo'l uzatayotganida bolasining yegisi kelayotganini ko'rib qolsa, darrov qo'lini tortib oladi. Demak, avval aql bilan o'ylaydi, keyin his qiladi. Ammo bu markazda men degan turmush tarzi esa unday emas. Ya'ni kishi bundayligini hatto o'zi ham bilmaydi aslida. Agar o'zidan so'raydigan bo'lsangiz, bu xususiyatini tan ham olmaydi. Masalan, markazda men onalar bolalariga qattiq mehribon bo'lishadi. Uni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ham o'zi bilmagan holda hamma narsani bolasining o'rniga o'ylaydi, qaror qiladi, savol so'raydi, javob beradi, kuladi, yig'laydi, kelajakdagi rejalarini ham u tuzadi. Bir so'z bilan aytganda, markazda men deydigan onalar o'z hayotlarini farzandlarida yashashadi. Bola esa o'zida va o'z shaxsiyatida yashay olmaydi. Kulish kerak bo'lgan joyda kulmaydi. Yig'laydigan paytda esa g'ubori ketguncha yig'lay olmaydi. Agar ona o'sha paytda yig'lashning o'rni emas deb o'ylayotgan bo'lsa, bolasiga buning uchun imkon bermaydi. Bunday onaning o'z farzandini yaqindan bilishining deyarli iloji yo'q. Sababi onaning farzandida ko'rgan har bir narsasi aslida o'zi va o'zining mehnatidir. Zero ona uchun farzandi eng muhim obyektdir. Nima uchun ona o'zini bolasida ko'radi? Yoshligida o'zini va beg'ubor bolaligini bemalol yashay olmagan qiz bola ulg'ayib ona bo'lganida ham o'z bolaligini farzandlari orqali yashashga, orzularini amalga oshirishga harakat qiladi. Masalan, markazda men deydigan ona shifokor bo'lishni xohlagan-u, lekin yetishmovchilik tufayli uning bu orzusi amalga oshmagan bo'lsa, endi u faqatgina farzandining shifokor bo'lishi uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qiladi. O'g'li yoki qizining sinovlarda muvaffaqiyatsiz bo'lishiga yo'l qo'ymaydi. Ona imkoni bo'lsa ham, bo'lmasa ham bolasini qo'shimcha darslarga, kurslarga jo'natish uchun o'zida qandaydir majburiyat his qiladi. Farzandining juda kichik omadsizligi uchun uni iztirobga soladi va birdan jahli chiqib ketib o'zini boshqara olmaydi. Markazda men deydigan ona aslida bolasiga nisbatan anchagina mehr-muhabbatga to'la bo'ladi. Uning muvaffaqiyati uchun katta kuch sarflaydi. O'sha onaning farzandi esa aslida shifokor bo'lishni xayoliga ham keltirmaydi. Qon ko'rsa o'zini yo'qotib qo'yadigan darajada ko'ngli bo'sh bola bo'ladi. Ona bolasini his eta olmagani uchun esa
uning bulardan xabar ham bo'lmaydi. Bunday onalarga farzandini o'zidan boshqa bir dunyo sifatida ko'rishi va unga alohida shaxs sifatida qarashi juda og'ir bo'ladi. Farzandining o'z his-tuyg'ulari va o'y-fikrlari haqida onasiga aytishi esa onaning nazarida o'z mehriga nisbatan qilingan xiyonatdir. Markazda men deydigan onalar faqatgina o'zlarining orzularini farzandlarida ko'rishga urinmaydilar. Ba'zan esa o'z yoshligida boshidan o'tkazgan yomon voqealarni bolalarida ham takrorlanishidan qattiq qo'rqishadi. Bu esa bolani onasiga qaram qilib qo'yadi. O'zidan xabarsiz bir qadam ham tashlamaslikka o'rgatib qo'yilganligi uchun go'yo qanotini qirqadi. Qo'l qanoti qayrilgan bolasi qanchalik o'ziga qaram bo'lsa, ona shunchalik xursand bo'ladi. Masalan, yoshligida avtohalokatga uchragan qiz ulg'ayib ona bo'lganida bolalarining ham boshiga shunday korxol tushishi mumkin degan xavotir bilan ularni ko'chaga chiqarmaydi yoki ko'chada qo'llarini qo'yib yubormaydi. Agar bolalar parkda o'yin o'ynayotgan bo'lishsa, sirpanchiqdan yiqilib tushsa-chi, arg'imchoqning ipi uzilib ketsa-chi degan vahima onani tark etmaydi. Demak, ona o'z farzandida o'zini yashaydi hisob. Bolasini o'zidan xabarsiz va ruxsatsiz biror narsa qilishiga imkon bermasdan o'ziga qaram qilib qo'yadi. Bu holat ham onaning o'z farzandini yaxshiroq bo'lishga to'sqinlik qiladi. Zero bu yerda bola bor yo'qligi bilinmaydi ham. Faqat ona farzandini ruhan asir qiladi xolos. Bularning hammasi bilan bir qatorda ona paytida o'z onasini o'ziga ideal sifatida ko'rmagan. Muammolarga qanday to'g'ri yechim topishni kuzatmagan. Onasini eriga nisbatan xushmuomala rafiqa, farzandlariga yaxshi ona ekanligini his qilmagan. Qizlik davri sho'x-shodonlik bilan o'tgan bo'lsa, o'shalamay qolgan hamma orzularini o'zi dunyoga keltirgan bolasida ko'rishga intiladi. Uning mehridan qoniqib, mehrga tashnaligini yo'qotishni, o'tmishdagi hamma azob-uqubatlarini unutishni, qadri bilinmagan yillarda esa bolasi orqali qadrlanishni xohlaydi. Ona ehtimol yoshligida ko'p ezilgan bo'lishi mumkin, ammo o'sha payt ularga hech nima deya olmagan. Kuchsiz vujudi har doim chorasiz qolgan va bo'lib o'tgan voqealar unda chuqur iz qoldirgan. Bunday onalar farzandlar bilan yolg'iz qolishganida ularni beg'uborlik bilan qilgan sho'xliklari va aytgan gaplarini o'ziga nisbatan hujum sifatida qabul qiladi va ularga qarshi himoyaga o'tadi. Bundan keyingi sarlavhalar o'qilayotganda onaning o'zi men tuyg'usidan voz kechishi, o'zigidan ayrilishi kerak bo'ladi. Balki bolasi bilan o'rnatgan simbiotik munosabatdan, ya'ni onaning o'z orzu-xayollarini bolasida ko'rishidan uzoqlashishi kerak, toki bu bo'lim foydali bo'lsin. 7-qism. O'zim bo'lay degan onalarning qo'lida izzat-hurmat uchun kurashgan bola. Har bir jonivorning o'z zotiga ko'ra fitrati bo'ladi. Shuning uchun ham bu jonivorni o'rgatish oson bo'ladi. Masalan, itlar dunyosida ularni o'rgatish usullari bir xil. It o'zidan talab qilingan harakatni bajarganida bir parcha suyak bilan siylanadi. Aks holda jazolanishi mumkin. Itni o'rgatishdagi asosiy qoida mana shu. Itdan qaysi harakatni ko'rsatishni istasangiz, o'sha holatni buyruq sifatida ketma-ket aytasiz. Qarashlaringiz, turishingiz, ohangingiz bilan talabchanligingizni ko'rsatasiz. Itning sizga itoat qilishi uchun avval uning irodasini va qaysarligini yenggan bo'lishingiz kerak. Hech qaysi it o'z irodasi ustunligida egasiga itoat qilmaydi. O'rgatuvchi o'zi o'rgatayotgan itni ba'zan ochlik bilan, ba'zan qo'rquv va bosim bilan, ba'zan esa mehr-muhabbat bilan irodasini sindiradi. Masalan, itning o'tirishini xohlasangiz, qat'iy ovoz ohangida o'tir deb buyruq berasiz. It avval sizni ko'zlaringizga qaraydi va nima xohlayotganingizni tushunishga harakat qiladi. O'z xohishi bilan yurib ketmoqchi bo'lganida sizning qat'iy ohangdagi o'tir buyrug'ingizni eshitishi kerak. It hayron bo'lib qoladi. Unga yana ham yaxshiroq tushuntirish uchun itni oyog'idan pastga qarab bostirasiz. It shunday qilib orqa oyoqlari bilan o'tirishga majbur bo'ladi. Qat'iy va qarorli ohangingiz it o'tirgandan keyin biroz yumshagach, aytganimni qilsang, senga mehribon bo'laman degandek bo'lasiz. Sizni o'tir degan buyrug'ingizni asta-sekin tushunib itoat eta boshlagan itga endi mukofotni uning ko'nglini ko'tarib, ya'ni balla deb tabassum qilasiz va qo'lingizdagi bir bo'lak suyakni unga uzatasiz. Shunda it sizning mehringizni qozonish uchun itoat qilishga odatlanadi. Endi it egasi tomonidan jazolanmaslik, och qolmaslik, mehridan mahrum bo'lmaslik uchun o'z xohishini asta-sekin egasiga topshiradi. Egasining har bir gapi va aytganini qilishdan o'zi zavq ola boshlaydi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin egasining so'zlarini tushunishdan tashqari his-tuyg'ularini ham sezadigan darajada qobiliyatli bo'ladi. Shuning uchun ham egasi birovdan jahli chiqsa, buni sezgan it ham o'sha odamga tishlarini g'ijirlatib unga tashlanmoqchi bo'ladi.
It egasi yig'layotgan bo'lsa, u ham yonida ingillay boshlaydi. Egasi xursand bo'lsa, u ham xursand bo'ladi. Endi itning o'z irodasi bo'lmaydi. Faqatgina egasiga qarab yashaydi. Inson hayvon kabi o'rgatilmaydi. Bugungi kunda onalarni qattiq chalg'itadigan narsa bilmasdan bola tarbiyasida yuqorida ta'kidlaganimiz usullarni qo'llashlaridir. Bola onaga itoat qilgani sari ona xursand bo'ladi. Agar bola bundan sal uzoqlashsa, jazolanishi va kaltak yeyishiga to'g'ri kelib qoladi. Ona farzandining ixtiyorini qo'lga olish uchun uni har xil holatlardan o'tkazadi va uning mitti vujudini o'ziga qaram qiladi. Ba'zan o'zimiz bilmagan holda aytamiz. Bugungi kun onalariga farzand tarbiyasi bo'yicha tavsiya qilingan usul shu bo'lgani uchun ular buning to'g'ri ekanligini ma'qullashadi. Hayvon o'rgatishda qo'llanilgan singdirish, chorasiz qoldirish va jig'iga tegib irodasini yo'q qilish usuli inson tarbiyasida aslo qo'llanilmaydi. Sababi insonda aql, ruh, qalb va yana kim bilsin yana qancha nozik qadriyatlar bor. Inson izzat nafsi bor mavjudot. U o'ziga zug'um ko'rsatgan, jabr qilgan odamga itga o'xshab ixtiyorini topshira olmaydi. O'zligini, shaxsiyatini va ixtiyorini olib qo'ymoqchi bo'lgan odam bilan ma'naviy kurash boshlaydi. Shu o'rinda qaysarlik, qarshilik ko'rsatish, sarkashlik bosqichini boshidan o'tkazadi. Tazyiq o'tkazilib, odam bo'lishga majburlangani sayin hujumkor, ya'ni agressivligi ortaveradi. Chunki inson tarbiyasi aqlan bo'ladi. Hayvonlardagidek jazo va qo'rqitishlar bilan amalga oshirilmaydi. Holbuki bolani odam qilish, unga bas kelish nima degani? Bola necha yillik odam axir? Bola tajovuzkor maxluqmidiki, uni madaniylashtirish uchun kitoblarda ota-onalarga yo'l yo'riqlar ko'rsatilibdi. Qalbidagi gap so'zlar ayrim nodon va johil kimsalar tomonidan eshitiladi. Bolaning shaxsiyatini, o'zligini majruh, dogmatik, mutaassib qilib katta qilish, irodasini o'ldirish johillik va manqurtlikning chin alomatidir. Ming nadomatlar bo'lsinki, bugungi kunda ma'naviy qullik xastaligiga chalingan ayrim oilalar va ular o'stirayotgan bechora, beayb bolalarning holiga voy. Anadolu pedagogikasida bu mavzuda minglab misollar bo'lganiga qaramay, nega unda bola tarbiyasida aynan jonivorlarni o'rgatuvchi usullar va mutaxassislardan yordam so'raladi? Tushunish qiyin. Aslida onaning farzand tarbiyasi bo'yicha yordam oladigan kitoblarda bolani qanday aspektlarda o'rganish va u bilan samimiy, do'stona munosabat qurishga e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy jihatlar aytib o'tilishi lozim emasmi? Tarixning hech bir davrida bolalar bugungidek ezilishmagan bo'lsalar kerak. Bundan tashqari yana bolalarga nisbatan yozuvchi, chizuvchi, mutaxassis, o'qituvchi va oila a'zolari bilan bunday yoppasiga ishga kirishilmagan bo'lsa kerak. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, Turkiya tarixida onalar bunchalik katta shiddat va mas'uliyat bilan bolalarini yo'lga solish uchun intilmagan va bu hech qachon bola tarbiyasi deb atalmagan. Iltimos, bir o'ylab ko'ring. Yuqoridagi usullarda bola tarbiyalashga uringan qaysi ona o'z holidan xursand? Yoki bo'lmasa farzandlarining obro'si to'kilmasin deb kurashayotgandagi shovqin-suron va bezovtalikdan qaysi ota-ona xursand? Aslida hayvon o'rgatgandek bola tarbiyalamoqchi bo'lgan uylarda kun davomida ona charchagan, chorasiz, bola esa qaysar, tanbal, o'zboshimcha va bezbetdir. Ona farzandiga yetkazgan zararini bilib qolsa. Ona farzandini boshqarishdan voz kechmaguncha bolasini yaxshi bilib ola olmaydi. Chunki onaning bolada ko'rgan xususiyatlari bola fitratidagi xususiyatlar emas, aksincha, onaning bolasining ruhiyatida yuzaga keltirgan o'zgarishlaridir. Aslida ona bolasiga qaraganda farzandining asl holini emas, uning ruhiyatidagi izlarini ko'radi. Bu holatda esa qaysidir onaning o'z farzandimni juda ham yaxshi bilaman deb aytishi to'g'ri bo'lmaydi. Ona qanchalik men nima qilyapman o'zi deb o'ziga kelsa ham bolasini yaxshi bilmaydi. Birinchi bo'limda ham izohlaganimizdek, onaning zimmasidagi yuklar bemalol onalik qilishga to'sqinlik qiladi. Bu yuklar tufayli bittagina chiqish yo'li bo'ladi. Nihoyatda sho'x bo'lgan farzandini kuch ishlatib tinchitish. Onaning bu odatidan voz kecha olish uchun bu yetarli emas-ku. Xo'sh, nega? Chunki ko'pchilik onalar qanchalik ma'lumotga ega bo'lsa yoki kitob o'qib bola tarbiyasidagi ko'p jihatlarni bilsa ham, o'zining bolalik davridan qolgan va onasining ong ostida qoldirgan izlari bilan onalik qilayotganini sezmaydi. Ko'pchilik onalar e'tibor qilsa, farzandiga nisbatan ishlatgan juda ko'p usulini aslida onasidan o'ziga meros bo'lganini ko'radi. Ona o'zini ham xuddi o'sha ta'lim bosqichidan o'tganini, o'sha bolalik davrida onasini hadeb turtkilashi natijasida qanday chorasiz qolganini, ranjiganini, qalbi yaralanganini va ezilganini tushunadi.
Ona bolalik davrini yomon o'tkazgan bo'lsa ham o'z onasi bilan juda yaqin munosabatda bo'lganini, onasining mehrini yo'qotmaslik uchun qanday yaxshi va aqlli bola bo'lishga intilganini, o'z holicha yashash o'rniga onasining istak-xohishlariga bo'ysunib yashaganini bolaligini eslaganda tushunadi. Men onamni hech qachon xafa qilmagan edim-ku degan bola bilan ona orasidagi munosabat sizningcha to'g'rimi? Bola qanday qilib onasini xafa qilmasligi mumkin? Holbuki bola ming qilganda ham bola-ku. Va tabiiyki bolalar onalarini xafa qilishadi. Ona farzandining ixtiyorini shunday qo'lga oladiki, bola onasining his-tuyg'ularini sezishda juda usta bo'lib qoladi. Onasi labini buradigan bo'lsa, bolasi u xafa bo'lmasin deb o'z istagi qolib onasining lablari to'g'rilanishini kutib turadi. Bu holat onaga juda ma'qul kelsa ham, qo'ni-qo'shniga ko'z tegmasin, farzandim meni hech ham xafa qilmaydi desa ham, bu bolaning shaxsiyati rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Faqatgina onasining xohish istaklariga qarab boshqarilgan oddiygina robotdan farqi qolmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'rishimiz kerak. Qiziq, bolaligimda hech onamni xafa qilganmikinman degan o'y onaning xotirasida mangu qoladi va bu mangulikni bolasidan kutadi. Natijada bola onasining mehrini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, ixtiyorini butkul onasiga topshirgan bo'ladi. Bolalik davridayoq har gal onasining his-tuyg'ularini seza olish qobiliyati kuchaygan. Xafaligini yuz ko'zidan, lab burishidan sezgan va ona ham bu holatni farzandini o'ziga bog'lash uchun asosiy qurol sifatida foydalanadi. Ana shunday savollar berila boshlaganda ko'pchilik onalar aslida bolalik yillaridayoq model sifatida onasidan olgan eng muhim narsa bolaning irodasini, bardoshini va xohish istaklarini qanday yo'q qilib o'z nazoratiga olishini o'rganganini ko'radi. Sababi o'sha holatni aynan o'zi boshdan kechirgan va bu yo'lda bolaligidayoq usta bo'lib olgan bo'ladi. Bu darajadagi bolalik davriga ega bo'lgan yosh qiz o'zi ham ona bo'lganida qanday qilib boshqa yo'l izlab topsin? Onasiga va opasi ko'rsatgan tarbiyaga qarshi chiqa oladimi? Bolalik yillaridanoq o'z vujudida onasining ruhiyatini olib yurishga majbur qilinmaganmidi? Endi qanday qilib bu ona buning aksini qo'llay olsin? Bu onaga singib ketgan yondashuvlarga teskari emasmi? Bugungi kunda onalarni o'z farzandlarini yaxshiroq bilishlaridan chalg'itadigan narsa ham shudir. Ona o'zi bilmagan holda bolalariga o'z onasining ko'zi bilan qaraydi. Bolasi mumkin bo'lmagan ishlarni qilganda onasi ruhiyatida qoldirgan izga ko'ra sho'xdir. Bola ustomon bo'lsa, onasining ruhiyati bilan ma'rifatli ko'rinadi. Avval aytib o'tganimizdek, ona o'zi bog'langan bolalikdan uzoqlashmaguncha va onasining ustidagi soyasidan qutulmaguncha farzandiga betaraf, xolis ko'z bilan qaray olmaydi va uni yaxshiroq bila olmaydi.